a'zolari, muhtaram mehmonlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2025-yil 27 dekabrdagi qaroriga ko'ra DSK 03/2025-27-12 fil 11/05 raqamli ilmiy kengash 16 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Bugungi kengash majlisida ulardan 16 nafar ishtirok etmoqda. Himoya qilinayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 3 nafar fan doktori ishtirok etmoqda. Kengashni boshlash uchun kvorum yetarli. Kengash majlisining ochilishi haqida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan o'rtoqlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kengash majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Kun tartibidagi masala Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Karimova Iroda Baxtiyor qizining 10.00.06 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligidan ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktural, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasining himoyasi. Ilmiy maslahatchi filologiya fanlari doktori professor Daniyeva Maysara Jamalovna. Dissertatsiya bajarilgan muassasa Qarshi davlat universiteti. Rasmiy opponentlar filologiya fanlari doktori professor Baxtdinova Bashorat Madinova, filologiya fanlari doktori Dazzen Panjiyeva Nasiba Narmahmatovna. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat chet tillar instituti. Talabgor ilmiy kengashga topshirilgan hujjatlarning asosiy mazmuni va ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiq kelishi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibi filologiya fanlari doktori professor Nasim Kamalov Qochilovga so'zni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, mehmonlar. Karimova Iroda Baxtiyor qizi 1997-yil 19-yanvarda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan. 2003-2012 yillarda Qarshi shahridagi 22-umumiy o'rta ta'lim maktabida, 2015-19 yillarda Qarshi davlat universiteti xorijiy tillar fakulteti ingliz tili va adabiyoti yo'nalishini, 2019-21 yillarda Qarshi davlat universiteti lingvistika ingliz tili mutaxassisligini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 2019-22 yillarda Qarshi shahridagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida ingliz tili o'qituvchisi sifatida boshlagan. 2022 yil Qarshi davlat universiteti lingvistika kafedrasi o'qituvchisi, 23-yilda hozirga qadar amaliy ingliz tili kafedrasi o'qituvchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Karimova Iroda Baxtiyor qizi 10.00.06 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi byulletenida ro'yxatga olingan. Ilmiy rahbar filologiya fanlari doktori professor Daniyeva Maysara Jamalovna. Dissertatsiya Qarshi davlat universitetida bajarilgan. Dissertant chet tili, nemis tili fanidan 72 ball, mutaxassislik fanidan 88 ballga malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Talabgor Karimova Iroda Baxtiyor qizining ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi 2026-yil 12-yanvarda Qarshi davlat universiteti amaliy ingliz tili kafedrasida dastlabki muhokamadan o'tkazilib, ilmiy seminarga tavsiya qilingan. 2026-yilning 14-martida Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DS 03/2025-27-12 fil 11/05 raqamli ilmiy kengashda Karimova Iroda Baxtiyor qizining 10.00.06 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasi ilmiy seminardan o'tkazilib, ilmiy kengashdan himoyaga qabul qilish so'ralgan.
Karimova Iroda Baxtiyor qizining dissertatsiyasi 2026-yil 25-martda ilmiy kengash tomonidan himoyaga qabul qilib olingan va uning tadqiqotiga yetakchi muassasa va rasmiy opponentlar tayinlangan. Rasmiy opponentlar: filologiya fanlari doktori professor Bahudinova Bashorat Madivna, filologiya fanlari doktori dotsent Panjiyeva Nasiba Mahmatovna, yetakchi tashkilot Samarqand davlat chet tillari instituti. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytiga Karimova Iroda Baxtiyor qizining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'lonni kiritish uchun zarur hujjatlar yuborilgan. Karimova Iroda Baxtiyor qizining dissertatsiyasi hamda ish yuzasidan yozilgan avtoreferat 2026-yil 7-aprelda Fars davlat universiteti axborot resurs markaziga, 2026-yil 9-aprelda O'zbekiston axborot agentligi hamda Ziyonet veb saytida e'lon qilish uchun qabul qilib olingan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari asosida olingan natijalar quyidagi ishlarda joylangan. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida 2022-24 yillarda bajarilgan axborot qidiruv tizimlari Google, Yandex, Google Translate uchun avtomat ishlov berish vositasi, o'zbek tilining morfoleksikoni va morfologik analizator dasturiy vositalarini yaratish nomli innovatsion loyihada, shuningdek Qarshi davlat universitetida 2021-23 yillarda bajarilgan Reinforcing English Language Competence at Qarshi State University nomli xalqaro grant loyihasida, shuningdek Qashqadaryo viloyati teleradio kompaniyasining Oltin voha radiosi ochiq muloqot eshittirishi ssenariysini shakllantirishda foydalanilgan. Karimova Iroda Baxtiyor qizining dissertatsiya mavzusi bo'yicha bitta to'plam va jami 19 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish, tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 11 ta maqola, shundan 5 tasi xorijiy jurnallarda chop etilgan. Tadqiqot natijalari 8 ta, jumladan 4 ta xalqaro va 4 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida ma'ruza qilinib, muhokamadan o'tkazilgan. Nashr qilingan ishlar Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablariga muvofiq keladi. Tadqiqotchi oilali 2 nafar farzandi bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ilmiy kotibda savollar bormi? Savollar bo'lmasa, ilmiy kotibni axborot ma'lumot uchun qabul qilinsin degan mutolaa qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, e'tiroflar yo'q. Endi dissertatsiyaning asosiy mohiyati va mazmunini bayon etish uchun so'z dissertant Karimova Iroda Baxtiyor qiziga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi hamda kengash a'zolari. Vaqt talablari asosida yozilgan dissertatsiyamizning nomi ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik, funksional hamda pragmatik xususiyatlari deb nomlanadi. Ishimizning yangiligi til va madaniyat mutanosibligini o'rganuvchi. Til va madaniyatshunoslikda raqamlarni milliy madaniyat xususiyatlarini aniqlash, undan tashqari raqam ma'nosini beruvchi so'zlarning struktur semantik hamda funksional vazifalarini yoritib berish, ingliz va o'zbek tilida raqamlarning semantik maydon, ya'ni kognitiv konseptual manzarasini yoritish, ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning matn mazmunini shakllantirish imkoniyatlari dalillanganligi bilan belgilanadi. Ishimiz 3 bob, har bir bob 3 fasldan iborat bo'lib, birinchi bobimiz tilshunoslikda raqamlar tadqiqining nazariy asoslari deb nomlanadi. Birinchi faslimiz tilshunoslikda miqdor tushunchasi deb nomlanadi. Biz bilamizki, insoniyat paydo bo'lgandan boshlab ularning har bir harakati miqdor bilan aloqador bo'lgan. Ularning tafakkuri bu narsa, bu jarayon ularning tafakkurida mavjud bo'lmasada har bir qilayotgan vazifalar va ishlar miqdor bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Birinchi bo'lib miqdor tushunchasini fanga Arastu, Filolay va Aflotunning fikriga ko'ra Pifagor maktabining o'quvchilari o'rganib chiqishgan. Pifagorning asosiy falsafasi son falsafasi bo'lgan. Aynan Pifagorchilar raqamlarni o'zlari bog'lagan ma'lum bir narsalar bilan o'rganishgan. Shuning natijasida raqamlar o'zi belgilagan obyekt bilan raqamli simbolni yaratgan.
Arastu aynan kategoriya so'zini ham kategoriyani miqdor sifatida o'rgangan va 4 ta kategoriyani aniqlagan. Bu o'zgaruvchanlik, xoslik, davomiylik hamda o'ziga xoslikni bildiradi. Arastuni kategoriya sifatida miqdorni shakllantirishi unda asosan ma'lum bir joy, vaziyat, hajm, miqdor hamda holatni belgilashini aytib o'tgan. Bundan tashqari Arastu o'sha o'z asarlarida miqdor tushunchasiga son va qiymat tushunchasini miqdorni son va qiymat bilan asoslab berishini ko'rsatib bergan. Keyinchalik insonlarning rivojlanishi natijasida Dekart 17-asrda miqdorni son, qiymat, hajmga bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir narsalarning sonidan tashqari miqdor aynan biror bir narsaning qiymati va hajmini ham ko'rsatib beradi degan tushunchani ilgari surgan. Levi Brul o'zining ibtidoiy tafakkur asarida shunday fikrni ilgari suradi. Miqdor nafaqat ma'lum bir narsalarni sonini, balki ma'lum bir tegishli bo'lgan obyektlarni ham bildiradi. Ya'ni mavhum jamoaviylikka tegishli bo'lgan narsalarni ham bildiradi. Bundan tashqari ibtidoiy tafakkur asarida u shunday fikrni suradiki, ya'ni ma'lum bir miqdor kategoriyasi shakllanishi har qanday ma'lum bir to'plamni, ma'lum bir jamoaviylikni tushunishi lozim. Misol uchun qadim zamonda ibtidoiy davrlarda insonlar sanashni bilmagan, ma'lum bir to'da itlar yoki to'da otlarga nisbatan ular bilishgan. Shu natijasida insonlarni, ya'ni ma'lum bir to'dani yoki guruhni, ko'plikni jamlash orqali insonning miqdorga bo'lgan tushunchasini aks ettirib berishga harakat qilishgan. Baden Dekurtning o'zining asarlarida miqdorni matematik jihatdan emas, balki lingvistik nuqtai nazardan ham miqdorga alohida ahamiyat qaratishimiz lozim degan fikrni ilgari suradi. Ma'lum bir barcha vaziyatlarning asoschisi, debochasi miqdor degan tushunchaga keladi. Reformatskiy miqdorga shunday ta'rif beradi. Miqdor nafaqat ma'lum bir narsalar, miqdorsiz nafaqat ma'lum bir fanni, balki unga tegishli bo'lgan insonlarning hayoti, insonlarning har bir urinishidan tortib hozirgi jamiyatimizning paydo bo'lishigacha barcha narsalar miqdorga borib taqaladi degan fikrni ilgari suradi. O'sha davrlarda miqdor juda ham bir mavhum tushuncha hisoblangan. Insonlar birlik hamda ikkilik tushunchasi mavjud bo'lgan. Avvallari o'sha miqdor faqat bir dona narsa bo'lgan va ikkita birdan ortiq bo'lgan tushunchalarni ular ko'plik shaklida olishgan. Ba'zi holatlarda o'sha davrlarda birlik, ikkilik, uchlik, ko'plik ma'nosini aks ettirib bergan. Undan tashqari biz kishimizning birinchi bobida kvantitativlik atamasidan ham foydalanganmiz. Bunda miqdor kvantitativ bilan bir xil ma'noni anglatadi degan fikrni ilgari surganmiz. Safar o'z asarida shunday beradiki, o'zbek tilida son mikromaydonining xususiyatlari va o'ziga xos rivojlanish bosqichlari degan asarida son nafaqat ma'lum bir holatni falsafada, mantiqda bu son, lekin aynan tirshunoslikda kvantitativlik atamasini aytiladi. Ya'ni kvantitativlik ham ma'lum bir narsaning miqdori, hajmi, o'lchovini ko'rsatib beradi degan tushunchani ilgari surishgan. Bundan tashqari Kant tafakkur shakllarini kategoriya sifatida foydalanadi. Ya'ni kategoriya ham xuddi shunday biror narsaning hajmi, o'lchami sifatida ilgari suriladi. Ikkinchi faslimiz raqamlar tadqiqining tarixiy manbalari deb nomlanadi. Biz bilamizki, raqamlar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan. Ya'ni unda raqamlarda ma'lum bir siljish, rivojlanish natijasida raqamlar sekin-astalik bilan rivojlanib borgan. Qadimgi odamlar sanashni bilmagan yoki biror bir narsani sanog'ini bilish uchun ular chuplar, tayoqchalardan foydalanishgan. Keyinchalik esa Misr, Shumer, Xitoyliklar o'zlarining sanoq sistemasini ishlab chiqishgan va birinchi bo'lib qo'l barmoqlari yetmagandan keyin oyoq barmoqlari orqali sanash imkoniyatini ular rivojlantirishgan. Undan keyin sekin-sekinlik bilan o'sha tayoqchalar o'rniga ma'lum bir belgi ishoralar orqali miqdorni aks etishga harakat qilishgan. Biz aynan birinchi bobimizda shunga to'xtalib o'tganmizki, izopsiferiya degan tushuncha mavjud bo'lib, izopsiferiya ma'lum bir belgilar orqali raqamlarni aks etish bo'lgan. Misol uchun nuqta bir ma'nosini bildirgan, to'g'ri chiziq ikki ma'noni bildirgan, uchburchak bo'lsa o'sha davrlarda uch raqamini bildirishini o'rganib chiqqanmiz. Bundan tashqari raqamlar tadqiqining tarixiy manbalari shuni ko'rsatadiki, ma'lum bir rivojlanish, har bir fanning rivojlanish natijasida raqamlarning rivoji ham, raqamlarning debochasi ham rivojlanib boradi. Misol uchun biz Mirzo Ulug'bek, Beruniy, Umar ibn Abu Bakr ar-Rozi kabi olimlarning rivojlanish natijasida raqamlarga bo'lgan ehtiyoj va raqamlarning rivojlanishi juda katta qadam qo'ygan. Bundan tashqari raqamlarning g'arb madaniyatida ham rivojlanishga katta hissa qo'shgan olimlar mavjud. Bular Galileo Galilei, Giordano Bruno,
kapiyerliklar raqamlarni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shganlar. Bundan tashqari raqamlarning milliy madaniyat xususiyatlarining ilmiy-madaniy talqini deb nomlangan 3-faslda har bir raqam, ya'ni ingliz va o'zbek tillaridagi raqamlarni biz madaniyatda o'zaro aks etishini o'rganib chiqamiz. Bunda har bir raqam har bir madaniyatda turlicha aks etishini ko'rganmiz. Misol uchun 7 raqamini olgan bo'lsak, 7 raqamini frame andozasini tuzib chiqamiz. Unda 7 raqam o'zbek tilida omad raqami, lekin nasroniylik dinida o'limni olib keltiradigan, ya'ni xurovot belgisi sifatida nasroniylik dinida ishlatiladi. Buni biz 7 deadly sins iborasida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 7 ta o'limga olib boruvchi gunohlar degan. Ya'ni bunda Piers Plowman asarida 7 deadly sins ya'ni 7 ta gunoh har biri alohida personaj sifatida foydalanishgan. Bularda greed, pride, envy, ya'ni rashk, qizg'onchilik, ochko'zlik kabi 7 ta insonni jaholatga olib boradigan xususiyatini 7 so'zi bilan ifodalab berganligi ularning madaniyatidan kelib chiqqandan biz bilishimiz mumkin. O'zbek tilida aynan bizning madaniyatimizda 7 omad raqami bilan bog'liq hisoblanadi. Bu nafaqat din, balki bizning urf-odatlarimiz, to'y marosimlarimizdan ham kelib chiqqan. Ayniqsa raqamlarda madaniyat jihatidan raqamlarni o'rganishda numerologiya juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Aynan raqamlarni o'rganadigan ham numerologiya hisoblanadi. Numerologiyada shunday tushuncha mavjud bo'lib, omad raqami, mahorat raqami yoki ism raqami ham mavjud bo'lgan. Bunda ism raqamida insonlarning ismining bosh harfi orqali raqamlar tashkil qilingan, ularning insonlarning xususiyatlarini aks ettirib berish so'ralgan. Mahorat raqamlari misol uchun 11, 22, 33 yoki 111 kabi raqamlar mahorat raqamlari hisoblangan. Mana shu holatlarda insonlarning madaniyatini aks ettirib berishi ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun 7 raqamiga yana qayta to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 7 raqamni 7 avlodgacha tanish, 7 avloddan keyin begona 7 avlod, 7 yoshdan 70 yoshgacha kabi bizda o'zimizda o'zbek tilida og'zaki nutqda ishlatiladigan so'zlarimiz ham mavjud. Bu degani 7 raqami asosan insonlarni o'sha madaniyatidan kelib chiqqan holda aks etib beradigan xususiyatlarni ko'rsatib beradi. Bunda raqamlarning milliy madaniyat xususiyatlari aynan 13 raqamiga ham borib taqaladi. Ingliz tilida 13 raqami xurofiy qo'rquv degan ma'noni bildiradi. Misol uchun Chevning Itda kelgan qo'nim asarida 13 raqami bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'p negativ holatlarni aks ettirib berishini ko'rganmiz. Bundan tashqari ingliz iboralarida Friday 13 degan tushuncha bor. Ya'ni 13-juma, ya'ni bu juma har doim yomonlik, negativ tuyg'ularni, negativ ya'ni o'sha yaxshi bo'lmagan xususiyatlarni aks ettirib berib, insonlarga yomon va omadsiz holatni keltirib berishini ko'rgan. Bundan tashqari Xitoy tilidan 9 raqam omad raqamini Fenshui esa insonlar organi orqali ifodalab berishini 3-faslda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi bobimiz ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik hamda funksional xususiyatlari deb nomlanadi. Birinchi faslimiz ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik xususiyatlari. Bunda raqamlarni struktur jihatdan tahlil qilganmiz, qiyoslab o'rganganmiz. Raqamlar struktur jihatdan, tuzilishi jihatdan sodda, qo'shma, juft va takroriy raqamlarga bo'linadi. Misol uchun sodda raqamlar ingliz tilida 14 ta bo'lsa, o'zbek tilida 23 ta sodda raqam hisoblanadi. Ingliz tilidagi 20 or 30 so'zlari yasama sonlar sifatida qabul qilingan bo'lsa, o'zbek tilida 23 ta, ya'ni 20-30 so'zlari alohida sodda son sifatida alohida fanga kiritilgan. Sodda son sifatida qabul qilingan. Bundan tashqari ingliz va o'zbek tillarida raqamlar ma'nosini ifodalovchi semantik xususiyatlari deganda ularning semantik maydonini ko'rib chiqamiz. Bunda yadro, semantik yaqin sarhad hamda uzoq sarhadlarga bo'lib o'rganganmiz. Misol uchun yadroda faqat raqamlarning o'zi bo'lsa, yaqin sarhadda o'sha raqam orqali ifodalangan birikmalar 7 osmon yoki 6 tuyg'u kabi iboralarni biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Uzoq sarhadda bo'lsa, derivativ qo'shimchalarni aytib o'tishimiz mumkin. Bunda derivativ qo'shimchalar ikkovlon, birgina, ikkalasi kabi raqamlarni biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Biz tadqiqot ishimizda raqam va songa ham to'xtalib o'tganmiz. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkinki, raqam va son bir-biridan farq qiladi. Aynan raqamlarda struktur semantik xususiyatlar bo'lmaydi, sonda struktur semantik xususiyat bo'ladi. Ingliz tilida ham xuddi shunday. Ingliz tilida aynan 3 ta tushuncha mavjud bo'lib, raqamni aks ettirib beradi. Bular raqam, numeral hamda digit degan tushuncha mavjud bo'lib, raqam, son va misol uchun oddiy bir ishorani ular digit sifatida qabul qilgan. Biz o'zbek tilida ham son va raqamni bir-biridan farq qilishga harakat qilganmiz. Bunda son aynan
derivativ qo'shimchalar ola oladigan so'z turkumi hisoblanadi. Ya'ni raqamlarning rivojlanishi natijasida alohida son so'z turkumi paydo bo'lgan. Aslida raqam esa umumiy bir tushuncha hisoblanadi. Raqam bir ma'lum bir narsani ko'rsatib beruvchi alohida belgi, obyektlarni aniq ko'rsatib beradigan belgi sifatida ko'rsatilsa, son bu munosabat hisoblanadi. Misol uchun uchalasi uyda qoldi deganda, raqam ega vazifasini bajarib, uchalasi degan ma'noga, insonga nisbatan aytilganligi, uchala bo'lib ala qo'shimchasini olganligi bilan derivativ xususiyatlarni olganligi bilan farq qiladi. Ikkinchi farqini ingliz o'zbek tilida raqamlar tizimining konseptual kognitiv manzarasi bo'lib, unda raqamlarni konsept sifatida insonning ongida paydo bo'lishini o'rganib chiqqanmiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, raqamlarning omadli mahorat raqamlari bo'lib chiqqanimizdek, raqam ma'lum bir raqam insonning ongida ma'lum bir tushunchani aks etadi. Ingliz raqamlaridan misol uchun birinchi, ikkinchi kabi raqamlar oliy o'rinni ifodalasa, bunda misol uchun qiyosiy qiymatni ko'rishimiz mumkin. Birinchi qaldirg'och yoki birinchi talaba degan ma'noda eng yaxshi o'qiydigan talaba kabi tushunchalar bizning miyamizda aks etadi. Bu uning raqamlarining konseptual kognitiv manzarasini ochib berishi mumkin. Misol uchun alohida soha vakillari raqamlarni har xil tushunishadi. Misol uchun diskurs tahlilga bog'liq hisoblanadi. Bu ommaviy axborot vositalarida ma'lum bir narsani aks ettirayotgan ko'rsatuvlarda aynan biz raqamlarni statistik ma'lumotlarni aks ettirib beradigan ishora sifatida bilamiz. Lekin misol uchun o'quv jarayonlarida aynan 1 dan 5 gacha bo'lgan raqamlarni, ayniqsa 2 va 5 gacha bo'lgan raqamlarni biz insonni bilimini ko'rsatib beradigan baholovchi sistema sifatida biz qabul qilamiz. Ya'ni insonlarni ma'lum bir sohaga ko'ra uni aniqlashi va anglashi va insonlarni raqamlarning konseptual kognitiv manzarasini ochib berishini o'rganib chiqqanmiz. Ayniqsa raqamlarda har bir raqam o'zini konseptiga ega. Bir misol uchun oliy o'rinlikni, birinchilikni bildirishi mumkin. Ikki asosan qarama-qarshilikni bildiradi. Ikki yana undan tashqari juftlik degan ma'noni ham bildirib, ayniqsa tarixda ikki raqami ayollarga ishora sifatida belgilangan. Uch raqam esa erkaklarga ishora sifatida belgilangan. 2 va 3 ning qo'shilish natijasida 5 raqami paydo bo'ladi va 5 raqami asosan nikoh degan ma'noni anglatib beradi. Bu insonlarni o'sha raqamlarni inson miyasida, ongida aks eta olishini ko'rsatishga harakat qilganmiz. 3-faslimizda esa 2-3 faslimizda ingliz va o'zbek tilida raqamlarning polifunksiyalar mohiyatiga to'xtalib o'tganmiz. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning polifunksiyalar mohiyati deganda aynan bir vazifasini emas, birdan ortiq vazifalarni o'rganib chiqqanmiz. Misol uchun raqamlarning asosiy vazifasi kommunikativ vazifa hisoblanadi. Ma'lumotni yetkazib berish, ma'lumotni aniqlashtirish hamda konkret vazifa hisoblanadi. Bu raqamlarning matn mazmunini aks etishini ham o'rganib chiqqanmiz. Aynan kommunikativ vazifada insonlarni nutqdagi bo'layotgan vazifasini raqamlar ochib beradi. Informativ vazifa esa ma'lum bir jarayonda, ma'lum bir sohaga, ma'lum bir vaziyatda informatsiya sifatida yetib borishi bu informativ funksiya hisoblanadi. Bundan tashqari raqamlar juda ham ko'p boshqa vazifalarni bajaradi. Bunda biz misol qilib keltirishimizda alfa proporsiyasi degan tushuncha bor mavjud. Alfa proporsiyasida raqamlar aynan ranglar bilan uyg'unlikni o'rganiladi. Aynan ranglar orqali raqamlar aks ettirib berilishi mumkin. Undan tashqari musiqada ham raqamlar mavjud. Misol uchun 4 ga 4 ritm, 4 ga 3 ritm deganda musiqachilar buni tushunadi. Bu musiqadagi raqamlar deyiladi. Undan tashqari Fibonacci to'plami degan tushunchani biz o'z tadqiqotimizda o'rganib chiqdik. Bu alohida bir tushuncha hisoblanib, alohida raqamlarning vazifasi bo'lib, ko'pgina olimlar raqamlar undan oldingi ikkita raqamning qo'shilishi natijasi paydo bo'ladigan fikrni ilgari surgan. Misol uchun 0 1 ni 1 ga 0 va 1 bir-biriga qo'shilib 1 ni, ikkita 1 2 ni, 1 va 2 3 ni, 2 va 3 5 ni hosil qilishi Fibonacci to'plamini aks ettirib berishini ko'rganmiz. Undan tashqari raqamlar madaniyatni aks ettirib beradi. Bunga to'xtalib o'tib, undan tashqari qiyosiy qiymatni ham ko'rsatib beradi. Misol uchun 2 karra ko'proq yoki 2 karra tezroq yugurdi deganda ikki so'zi bu yerda karra ko'proq karra bilan qo'shilgan bo'lib, qiyosiy jihatdan bir-biriga taqqoslashni ko'rsatib bergan. Misol uchun emotsional bo'yoqdorlikni bildirishi mumkin. Birgina sen qolib ketding bu yerda degan holatda gapda birgina so'zi qiyosiy birgina so'z emotsional bo'yoqdorlikni oshirib beradi. Misol uchun ko'zlarim to'rt bo'ldi deganda ham ikkita ko'zi to'rt bo'lib emotsional bo'yoqdorlikni oshirib berganligini o'rganib chiqqanmiz. Keyingi bobimiz eng asosiy bobimiz hisoblanib, ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning matn pragmatik mazmunini shakllantirib berishdan iborat hisoblanadi. Bunda o'zim fasllarimiz 3 ga bo'lib olganmiz. Birinchisi parimiologik matnlarda raqamlarni aks etishi, ikkinchisi bu xalq ertaklarda raqamlarni aks etishi va uchinchisi ingliz va o'zbek tillarida iboralarda raqamlarni aks etishini o'rganib chiqqanmiz. Bunda birinchisi parimiologik matnlarda biz maqol, masal hamda to'qishmoqlardagi raqamlarni tahlil qilib chiqqanmiz. Maqol parimiya so'zidan olingan bo'lib,
insonlarning ma'lum bir tafakkuri va ongini aks ettirib beradigan tushuncha hisoblanadi. Tolstoy shunday ta'rif beradiki, biz xalq og'zaki ijodi umumkulgi deb qarashimiz xato. Maqollar insonlarning ongi va tafakkurini hamda ularning mehnatini aks ettirib beradigan tarixiy xotiradir degan fikrni ilgari suradi. Ya'ni maqollar insonni donolikka chaqiradigan asosiy tushuncha hisoblanadi. Ya'ni maqollarda juda ham ko'p raqamlar ishlatilgan, ingliz va o'zbek tillari bir-biriga qiyoslab o'rganganmiz. Misol uchun double 25, 2 measures price before you speak. O'ylashdan oldin, gapirishdan oldin o'ylab. A man can die only once. Bir boshqa bir o'lim kabi maqollarni raqam ishtirok etganini o'rgangan. Bundan tashqari ingliz tilida raqam mavjud bo'lib, o'zbek tilida ekvivalentida raqam mavjud bo'lmagan maqollar ham mavjud. Misol uchun 6 of one, half a dozen of other. Alixo'ja xo'jali degan ma'noda. Yoki ingliz tilida 215 215 ham bor. Undan tashqari yana biat izlar degan tushuncha mavjud bo'lib, bir kun erta turgan, bir kun barvaqt turgan, 10 kun yetadi degan kabi ekvivalentlarni o'rganib chiqqanmiz. Maqollar, undan tashqari sanamalar juda ham qiziqarli bolalar faktlar hisoblanadi. Ular shovqin asosida tashkil qilingan xalq og'zaki ijodining bir turi hisoblanadi. Sanamalarda ham raqamlar juda ham ko'p foydalanilgan. Ular asosan navbat olish, gal olish uchun bolalar ichida qo'llaniladigan xalq og'zaki ijodining bir turi hisoblanadi. Misol uchun 1, 2, 3, 4 marry at the cottage door yoki aziz ko'chaga chiqdi, arabasi buzildi, unga nechta vaqt kerak, 1, 2, 3, 4 ketdik kabi sanamalarda raqamlarni gal olish uchun ishlatilganligini biz ko'rib chiqqanmiz. Topshiriqlarda ham raqamlar juda ham ko'p foydalanilgan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlarda topshiriqlar bir-biriga juda ham o'xshaydi. What month has 28 days kabi topshiriqlar mavjud. Nimaning 5 barmog'i bor, birorta ham tirnog'i yo'q. Qaysi oyda 28 kun bor kabi raqam ishtirok etgan juda ham ko'p topshiriqlarimiz mavjud. Undan tashqari aynan raqam ishtirok etgan sarlavhalar ham mavjud. Aynan gazeta, jurnallarda raqam agar ishtirok etsa, ularda o'sha tinglovchini hamda o'quvchini tafakkuriga yaxshiroq ta'sir qiladi. Misol uchun, O'zbekiston 24 gazetasida yo'l qurilishiga 3 trillion pul sarflandi degan ma'lumotda sarlavhada insonlarni ko'proq o'ziga tortadi. Chunki unda yuqori miqdordagi pul aks etganligini ko'rgan. Bundan tashqari asarlar nomi ham raqamlar bilan juda ham ko'p aytilgan. Misol uchun Jorj Orwellning 1984 asarida o'sha yildagi bo'lgan voqea hodisalarni aks ettirib berish uchun butun asarning nomini 1984 deb atalgan. Undan tashqari keyingi faslimiz xalq ertaklarida biz ko'rishimiz mumkinki 7 raqami juda ham ko'p ishlatilgan. Undan tashqari biz tahlilimizni 13 tadan ingliz tilida 13 ta, o'zbek tilida 13 tadan ertaklarni tanlab oldik va ular ustida tadqiqot ishimizni olib bordik, chalishtirib o'rgandik. Unda ingliz juda ham qiziq faktga erishdik. Ingliz tilida birinchi o'rinni 1 raqam, ikkinchi o'rinni 3 raqam va uchinchi o'rinni 2 raqam olindi. Ertaklarda ayniqsa, ertaklarda va lekin ingliz o'zbek tilida birinchi o'rinni 1, ikkinchi o'rinni 2 va uchinchi o'rinni 40 raqamni oldi. Ya'ni bu shu narsani ko'rsatib turadi. Ingliz tilida 40 raqamni ma'lum bir emotsional guvohdorlikni ishlatish uchun xalq ertaklarida juda ko'p qo'llanilmaydi. Aynan o'zbek tilida 40 raqami ma'lum bir voqeani baxt farovonlik, ya'ni cho'zilgan baxt farovonlik, umrining oxirigacha degan ma'noda xalq ertaklarida juda ham ko'p qo'llanilganiga guvohi bo'ling. 40 kecha 40 kunduz deb aytilgani biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Undan tashqari ertaklarda bir so'zi ma'lum bir narsani boshlab berish degan tushunchani aks ettirib beradi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir chol va kampir bo'lgan ekan kabi bir raqamni o'sha davrlarda yagona yoki alohida bir ko'rsatib turish uchun unikligini ko'rsatib turish uchun bir raqamdan foydalanilganligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Undan tashqari eng oxirgi faslimizda aynan idiomalarda, ya'ni iboralardagi raqamlarni tahlil qilib chiqqanmiz. Bunda ham raqamlar o'z aksini topgan, 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar birma-bir tahlil ostiga olib chiqqanmiz. Bunda bir raqami ayniqsa o'sha yakka qollik, yagonalikni bildiradi. One and only ni misol qilib keltirishimiz. Yakka yagona degan misolda bir raqam iboralarda juda ko'p qo'llaniladi. 10 bo'lsa doimiylik, har doimiylik degan ma'noni biladi. To know somebody as one's 10 fingers. O'ng qo'lidagi bilmoq, manidir o'z qo'lidagi bilmoq kabi misollarni biz iboralarimizda o'rganib chiqqanmiz. Savol yakunladi fikrini dissertatsiyasi mazmun-mohiyatini tanishtiribsizlarmi? Marhamat, dissertatsiya mavzusi juda ham qiziqarli. Hammalaring savolga to'lib o'tiribsizlar, bilinib turibdi, chunki hayotimiz raqamlar bilan bog'liq. Shuning uchun marhamat, savollar.
Biologiya fanlari doktor professor Damin Turayev. Domla ovozini qo'shing, ovozini. Hamma bo'layotganlarga. Ovozini qo'shing, domla. Ovozini qanday qo'shadi tushirganmiz. O'sha qo'shing, nima qilasiz? Yo'q, qo'shilgan bo'lsa. Ovozni qo'shdik. Ha, domla savol bermoqchimisiz? Mikrofoningizni qo'shib. Mayli, xo'p. Hozirda telefonda ayta qolsin. Bo'ldi, tushundim, domla xo'p. Tayyorlangancha man savol beraman. Marhamat, biologiya fanlari doktori professor Ilhom G'aniyev. Birinchidan, diqqatni eshitdim, operatoriyatni ham tinglaganman, seminarda ham bu qizni nihoyatda xursand bo'lib eshitganman. Mana ko'rib turibsizlar. Ilmiy ishini ichiga kirgan, juda bir muhabbat bilan ixlos bilan gapiryapti. Rahmat, savol. Shu raqamlarni metaforik va frazeologik holatni tarjimasi ikki tilda qanday? Birinchi savol. Javob bering. Rahmat siz bergan savolingiz uchun. Raqamlarning o'zaro metaforik hamda frazeologik holatida raqamlar metafora va hamda frazeologizmlarda ishlatilishi ham keng qo'llanilgan. Buni biz mustaqilroq ishimizda o'rganib chiqqanmiz. Raqamlar metaforik va frazeologik qo'llanish tili egalari bog'liqni qanday aks etishini ko'rsatib beradi. Misol uchun 6 and 7 degan iborada 6 and 7 tartibsizlik, o'zaro chalkashlik degan ma'noni ishlatiladi. Bunda o'zaro metaforani ko'rsatib beradi. 6 va 7 ketma-ket keladi, lekin chalkashlikni ko'rsatib berganligi orqali metaforada ishlatiladi. Bundan tashqari iboralarda ham juda ham ko'p raqamlar ishlatilganini ko'rganmiz. Misol uchun New York Times yoki live the moment so'zidan foydalanilganligi yoki 1 in million, millionlar ichida bitta, yagona degan ma'noda, juda ham zo'r degan ma'noda frazeologik birikmalarda raqamlar ishtirok etganini ko'rsatib berganmiz. Bundan tashqari raqamlarda o'sha frazeologik birliklarda raqamlar ishlatilishi milliy madaniyatni aks ettirib beradi. Ya'ni ingliz tilida ko'proq aynan 1 va 2 raqamlarni juda ham ko'p ishlatilishi, 10 raqamni ko'p ishlatilishi guvoh bo'lganmiz. Lekin o'zbek tillarida 7 raqamdan juda ham ko'p foydalanilganligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, on 7 kabi iboralarda 7 raqamidan Undan javob bering. endi ikkinchi savol. Mana siz bevosita ingliz va o'zbek tilidan bog'liq bo'lganligi uchun qo'yasiz. Chovustirma bo'lgani uchun savol beryapman. Mana adekvativ tarjima bor, noadekvativ tarjima bor. Shuni raqamlarga kelganda qanday qiyinchiliklarni muammolar bo'lishi mumkin? Tarjima. Rahmat siz bergan savolingiz uchun. Adekvat degani to'g'ridan to'g'ri tarjima hisoblanadi. Misol uchun raqamlarni oddiy sanoqsiz ma'nosida kelganda biz adekvat tarjimadan foydalanamiz. Noadekvat tarjima esa buni ekvivalentdan foydalanamiz. Misol uchun 1 in million degani milliondan bitta degandan ko'ra eng yaxshisi deganimiz yaxshiroq bo'ladi. Biz noadekvat tarjimadan foydalanganimiz maqbulroq hisoblanadi. Biologiya fanlari doktori professor Xo'jamurod Jabbor. Bu birinchi buni savolni tushunmaysiz. Mavzuni kim tanlagan? Ustozimiz bilan birgalikda tanlaganmiz. G'oya kimdan chiqqan? G'oya ustozimdan chiqqan. Rahmat. Yana men qaytarishga majbur bo'lyapman, bo'lajak eslatlardan himoya qilib turadi. Savol bergan odamga rahmat demang. Savol tushunarli javob bering. Yaqinda vaqtda gaplar bo'ldi. Bular savollariga rahmat talab qiladi, ilmiy kengash a'zolariga gapirdi. Savoliga mantiqan rahmat bergan savol deyilmaydi. Birinchi savol. Hali norasmiy sifatda qo'lib turibman, aytaman gaplarni. Faqat savol bilan cheklanib. Bu qaysi ingliz va o'zbek asarlarida raqamlardan majoziy ma'noda ko'proq foydalandingiz? Va tadqiqot davomida bunga qanday guvoh bo'ldingiz? Faqat konkret.
ingliz asarlarida Chronicles of Narnia asarida hamda Shekspirning Macbeth asarida raqamlar majoziy ma'noda foydalanilganligini ko'rganmiz. Misol uchun Macbeth asarida uchta farishta, uchta jodugar, 3 xil taqdir, 3 urinish kabi misollarni aytishimiz mumkin. Uch raqamdan foydalanilgan. Chronicles of Narnia'da 4 asosiy ibora, 7 Yaxshi o'zbek asarlarida. o'zbek asarlaridan kecha va kunduzda 2 dan juda ham ko'p foydalanilgan qarama-qarshilikni ifodalash uchun. Bundan tashqari Yassaviyning Hikmatlar asarida ham 40 mukammallik, oliy o'rinlikni ifodalash uchun tasavvufiy rivojlanishni ifodalash uchun 40 raqamdan foydalanganini misol berdi. Shular, ikkinchi savol. İngliz va o'zbek tillarida raqamlar orqali ifodalangan baholash evolyutsiyasi va emotsional ekspressiv ma'no qanday lisoniy vositalar asosida yuzaga chiqadi? Bu bilan ham ishimizda to'xtalib o'tganmiz. Bunga biz numerativlar deb numerativlar hisoblanadi. Ular raqamlar ma'nosini kuchaytirib beruvchi so'zlar hisoblanadi. Misol uchun only 2 students are here degan misolda faqat ikkitagina o'quvchi shu yerda degan only so'zdan atigi yoki bir dunyo degan ma'noda ham bir so'zi bilan bir dunyo degan emotsional bo'yoqdorligini ochib berganmiz. Bundan tashqari 100 ga yaqin misolimizda ham yaqin so'zi bilan emotsional bo'yoqdorligini yoki o'shanga yaqin bo'lgan ma'noni aks ettirib bergan. Bular Rahmat, xalqqa. Filologiya fanlari doktori, professor Gulchehra Ahmadiyeva Imomova. Avtorizatsiya bo'ldi, siz denotativ, konnotativ ma'nolar, raqamlarning ma'nolarini o'rgangansiz. Ana endi shular ingliz va o'zbek tillarida qatlanadi. Birinchi savol. Javob bering, ikkinchi savol. Faqat qisqagina javob bering. Denotativ ma'noda raqamlarning o'z ma'nosini aks ettirib berishi kitob bo'lar, o'sha kitob kabi. Denotativ ma'noda raqamlarning boshqa ma'nosini ifodalab beradi. Masalan, 40 kecha, 40 kunduz, 40 kun, 40 yillar kabi misollarni yoki I have told you 40 times, men senga 100 marta aytganman yoki 40 marta aytganman kabi iboralar ingliz tilida denotativ ma'noni ifodalab beradi. Ramziy ma'no. Denotativ aynan denote qilib turgan so'zlarni qo'shadi. Ikkinchi savol. Ingliz va o'zbek tillaridagi tartib sonlardan miqdor sonlar haqida gapirgansiz. Bularchi funksional yuklamasi jihatdan bir-biridan farq qiladi. Savol tushunarli ustoz. Diskursda aynan biz tartib sonlar hamda miqdor sonlariga to'xtalib o'tganmiz. Tartib sonlar ingliz tilida aynan ketma-ketlikni ifodalasa, o'zbek tilida ma'lum bir voqea hodisani o'zaro muayyan ketayotganligini bildiradi. Misol uchun, birinchidan mana bu voqea sodir bo'lsa, ikkinchidan esa biz ham ketma-ketlikda ham davomiylik, cohesion degan tushuncha bor. Ma'noni bir-biriga ulab ketish uchun foydalaniladigan bog'lovchi vazifasida ishlatilganligini biz ko'rib chiqqanmiz. Tartib sonlardan. Filologiya fanlari doktori, professor Gulbahor To'chiyeva namozovga. Assalomu alaykum. Barchaga nima? Avtoreferatsiya bor. Hali yangiligimiz uchinchisida raqamlar semantik tuzilishining kognitiv tahlilida frem andozalari ishlab chiqilgan deymiz. Shunga misol aytingchi. Misol uchun bunda frem andozani 7 ga asosan olganmiz. Diniy jihatdan hamda urf odatlarga nisbatan. Birinchi frem nimaligini ayting. Frem bu o'sha 7, misol uchun 7 raqamni konnotatsiyalari natijasida yuzaga keladigan holat hisoblanadi. O'sha 7 raqam yo'q. Ba'zi 7 raqamiga olib boradigan raqam, masalan, 7 raqamning chizmasini qo'ysak, 7 fremini, Frem degan nimaning ma'nosini aytayapman. frem unaqa nima deydi, ramka, grafika o'zi aslida shakli. 7ni shakli frem andozalar shakl deyapsiz-da, frem andozalari ishlab chiqildi deyapsiz. Yozgan narsangizni frem andoza, misol uchun shuni Shakllari demoqchi. yo'q, bu semantik tuzilishining deyapsiz. Kognitiv tahlilida muhim avtoreferatsiya solishtirda o'ziz aytayotgan gaplardan frem andozalari ishlab chiqilgan. misol uchun frem andozada biz 2 raqamni ham aytishimiz mumkin. Aynan 2 raqamni son, raqam vazifasida bo'lishi mumkin. Yoki 2 raqamni anglatadigan, misol uchun kichik o'quvchi, yaxshi o'qimaydigan o'quvchi yoki juft raqam, qarama-qarshi raqamlarini misol uchun frem andoza sifatida Ishlab chiqilgan. raqamlarni ishlab chiqamiz. Misollarni
Ma'no jihatda ko'rib chiqamiz. O'zi bor. O'zi bor, raqamlarni frame andozasini ko'rib. Просто sistemaga solganda bu. U boshqa hisoblovda emas. Ha, konseptual primitiv konnotatsiyalarni yig'ib chiqamiz. ishlab chiqilgan degan termin Qarang, keyin lug'atizda bilaman keyingi savolim. Siz lug'atizni, lug'at emas, to'plam ekan. Men lug'at deb o'ylagan ekanman, to'plam ekan. Raqam ishtirok etgan maqollar va iboralar to'plami degansiz. İngiliz va o'zbek tillarida yo ingliz tilini olgansizda o'zbek tiliga tarjima qilasiz. Shunaqami? Endi tarjimalarimizni ba'zilarini endi yana bir ko'rishingizga to'g'ri keladi deyman. Ikki kishi birinchi bo'la olmaydi. 19 o'z qo'lingizda ham bormi to'plam? Yo'q. Chunki bu degani bu masalan kimdir olatda foydalanish uchun mo'ljallangan narsada. Bu masalan siz buni ikki kishi birinchi bo'la olmaydi debsizda xuddi Google tarjimaga o'xshab qolyapti-da. Bu degan narsa masalan oluvchi uchun, foydalanuvchi uchun qanchalik bu? O'zbek uchun nom. Bu siz faqat inglizlar uchun mo'ljallagansiz. Keyin yana qarang. Mana 75-betizda 10-chi mana bu 7 raqami dunyoning 7 mo'jizasi deb beryapsizda, bu maqolada shunaqa perevod qilgansiz, tarjima qilgansiz. Shunaqami? Iboralar emas. Yo'q, men ham shuni qaradim, betini qaradim. 75-bet ekan. Maqollar ichida turgan ekanda, mana shu joylarini nima nazarda tutgansiz bu to'plam bilan birinchi savolda. Va mana bunaqa tarjimalarda yo tarjimalarni yaxshilab ko'rish kerakmi? O'sha joylari ham nima bor? Chunki bunaqa kitob chiqarishimiz bo'lmaydi-da. Buni kitoblar nima uchun chiqadi? Ertaga kimdir foydalansin, bundan kimdir nimadir yechim topsin masalasiga degan narsa turibdi. Hozir men qarayapman, ingliz tili mutaxassisi emasman. O'zbek tilisini qarayapman-da, maqolalar nimalar tarjima qilganda menimcha o'zi tarjima qilinmaydi-da. Ma'nosi mos kelish kerak degan. Xuddi so'zma-so'z tarjima Mana qarada. Mana qara 148 tarjimayda 100 ishlaydi, bitta yo'naltiradi. Bu o'zbekchada bor, 100 ishchiga bir boshchi. Xuddi o'sha narsani. Ko'p hali munosabatlarda o'tamiz masalaga. Savol marhamat javob berasan? Endi O'sha frame andozi. kamchiliklar bo'ladi. Boshlaymiz. Yangi savol. To'g'rilaydi keyingi bosqichda. Shunday agar javob Aytan biologiya fanlari doktori professor Nilufar Yo'ldosheva. Mana bir ikkinchi vazifangizni qarang-da. İngiliz va o'zbek tillaridagi raqamlar ma'nosida foydalanuvchi so'zlarning struktur semantik va funksional xususiyatlarini tahlil qilishga vazifa qo'ygansiz. Bu shunday bo'lsa, ingliz va o'zbek tillaridagi raqamlar grammatik kategoriyalardan o'zaro aloqali semantik va funksional o'zgarishlarga olib keladi. To'g'ri savol. Javob bering. İngiliz tilida, ingliz va o'zbek tillarida raqamlarni aynan grammatik holatda, sintaksis holatida tahlil qilib chiqamiz. Har doim ko'p holatlarda umuman raqamlar har doim ot bilan birga birikib keladi. Raqamlar va undan keyin ot keladi. Biz bunda alvido qurol hamda ikki eshik orasi, nuqta qo'shim ikki eshik orasidagi ot plus son plus ot iboralarini birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Bundan tashqari raqamlarning grammatik kategoriyalarida aynan aniqlov, raqamlar ko'proq gaplarda aniqlovchi va ega vazifasini bajara olishligini o'rganganmiz. Bundan tashqari raqamlar aynan ma'lum bir so'z yasovchi qo'shimchalar bilan, ya'ni boshqa so'z turkumlarini yasala olmasligi, raqamlarning barchasiga ham o'zgartirish qo'shimchalar qo'shila olmasligi, raqamlar o'zi bilan birga kelgan so'zlarni o'ziga tobe qilmasligini ko'rib, biz grammatik holatini aks ettirib berishga harakat qilganmiz. Judayam qiziqarli edi mavzu. Zoomdan qatnashayotgan kengash a'zolar. Kechirasiz. Marhamat. Hop. İngiliz va o'zbek tillarida noaniq miqdorni bildiruvchi
birliklar struktursemant jihatdan qanday tizimlashgan va ular qanday kommunikativ strategiyalarni ifodalaydi misollar asosida tushuntirib bersangiz. Rahmat. Bizda ham Aha. batafsil bilmagan Tushunarli ustoz, bergan savolingiz, tushunarli savolingiz. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, numerativlar bizga misol bo'la oladi, ya'ni raqam ma'nosini beruvchi so'zlar hisoblanadi. Misol uchun biror bir nimaning butunligini quda, gala kabi so'zlar bilan biror bir narsaning miqdorini ko'rsatishimiz mumkin yoki biror bir narsaning qismini, tilim, bir parcha kabi so'zlar orqali, numerativlar orqali biz ko'rsatib berishimiz mumkin. Prezentatsiyamizda ham numerativlarning jadvalini ko'rsatib o'tganmiz. Bir qancha kabi so'zlar orqali ifodalab berishimiz mumkin. Ko'p, kam, oz kabi so'zlar orqali miqdor va tushunchalarni aks ettirib berishga harakat qilganmiz. Hop, biologiya qoniqarlimi? Biologiya fanlari doktori, professor Yo'ldosh va Xolida Qo'ziyeva. Savol raqamlarning yutuqdagi pragmatik funksiyalari ingliz va o'zbek diskursida qanday realizatsiya qilinadi? Tushunarli ustoz, savolingiz uchun. Raqamlarning pragmatik funksiyalari raqamlar og'zaki nutqda qaysi darajada va qay darajada qo'llanilishiga bog'liq hisoblanadi. Ingliz tilida aynan raqamlarning og'zaki nutqda ko'p qo'llanilishi kuzatilgan, lekin o'zbek tilida inglizlarnikiga nisbatan kamroq qo'llanilganligi biz 2010-2024 yillar oralig'ida tadqiqot ishimizda o'rganib chiqqanmiz va uni grafik shaklida tuzib chiqqanmiz. Aynan pragmatik holatda foydalanilishi biz 7 raqamni o'zbek tilida ko'proq foydalanilganligi va 1 va 2 raqamlari ingliz tilida ko'proq pragmatik ma'noda, ya'ni og'zaki nutqda iboralarda foydalanilganligini ko'rib chiqqanmiz. Ikkinchi savol, raqamlarning ommaviy axborot vositalari diskursida qo'llanishi auditoriya persepsiyasiga qanday pragmatik ta'sir ko'rsatadi va bu ikki til orasida qanday farqlanadi? Savol tushunarli. Ommaviy axborot, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ommaviy axborot vositalarida aks ettirib beriladigan raqamlar asosan biror bir narsaning statistikasi, umumiy soni, hajmini ko'rsatib berishga harakat qilinadi. Lekin aynan ingliz tillarida as many as 30 respondents agree with the solution degan misolimizda respondentlardan, javob beruvchi kishilardan 30 tadan ko'proq bunga javob berdi deganda as many iborasi orqali biz 30 tadan ortiqligini ko'rsatib berganmiz. Bunda aynan auditoriyani diqqatini tortish uchun raqamlardan juda ko'p foydalanilganligi misol qilib keltirishimiz mumkin. Undan tashqari ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnallardagi sahifalarda ham o'sha raqamlarni foydalanish natijasida o'quvchi va tinglovchini diqqatini tortganligini misol qilib keltirishimiz mumkin. Misol uchun yana many problemsning o'rniga u keltirib chiqqan yuzlab muammolar deganda many o'rniga yuzlab, ya'ni ko'p muammo o'rniga yuzlab muammo deganimizda ko'proq tinglovchini diqqatini tortishni biz o'rganib chiqqanmiz. Yetarli. Ana siz aytdingizki, biz o'rganganimizda birinchi o'rinda bir raqam dedingiz, ertaklarda. Ikkinchi o'rinda 2, keyin o'zbeklarda dedingiz, uchinchi o'rinda 40 dedingiz. Nima uchun o'zbeklarda 2 raqamdan ko'ra ertaklarda 3 raqam, 3 og'ayni botirlar, 3 opa singil, 3 kecha, 3 kinduz, 3 boshli ajdarho, 3 ta yo'l. 2 bilan 2dan ko'ra 3 ikkinchi o'rinda olmaydimi? 2 raqam ko'proq juftliklarga, sevishganlarga, yaxshilik va yomonlikka nisbatan ishlatilganligi uchun ham ertaklarda ko'proq 2 raqamdan juda ko'p foydalanishgan. Katta va kichik, ya'ni qiyoslash uchun ham 2 raqamdan ko'p foydalanishgan. 3dan ko'ra ko'p. 13 ta raqamdan, 13 ta maqol, 13 ta ertaklarning ichida. 13 raqami juma kuni kelishi bu masalan deylik xristian dinidagilar uchun yoqimsiz. Bu qora juma deb nomlanadi, chorniy pyatnitsa deydi. Ular nima uchun shunday? 13 raqamining kelib chiqishi o'sha davrlarda aynan 13 hattoki ba'zi tillarda 13 raqamsiz sanoq sistemasi bo'lib ketgan. Juma nima uchun? Mayli 13 qo'yaylik, juma. 13-juma deganda o'sha aynan juma kuni juma kuni o'zi aslida din jihatdan ham juma kuni qadrli kun hisoblanadi. 13-juma deganda aynan nasroniylik dinida, o'sha xristian dinida jumaning eng yomoni degan narsa, jumaning eng yomoni degan ko'rsatib berishadi. Iso payg'ambarning qatli bilan bog'liq. Qatl qilingan kun, shuning uchun ham yaxshi kun emas. Degan ma'noda yetadi. Xo'p, boshqa savollar bo'lmasa, dissertantga ruxsat beramiz o'tirishga.
Endi suhbat ilmiy rahbariga teoriya fanlar doktori professor Daniy va Maysara Jamalovnaga marhamat. Rahmat. Xo'p. Endi dissertatsiya va avtoritet haqidagi tegishli muassasa va ilmiy seminar xulosalari hamda yetakchi tashkilot va mutaxassislar taxlislari haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kotibga marhamat Nasir Kamolovich. Assalomu alaykum. Yana bir marotaba. Karimova Iroda Baxtiyor qizining ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasiga ilmiy rahbar, filologiya fanlari doktori professor Daniyeva Maysara Jamalovnaning ilmiy xulosasi, rasmiy opponentlar filologiya fanlari doktori professor Bahridinova Bashorat Madinaning, filologiya fanlari doktori dotsent Panjeva Nasiba Narmahmasovlarning taqiqlari olingan. Shuningdek, yetakchi tashkilot Samarqand davlat chet tillari instituti ingliz tili nazariyasi, ingliz tili nazariyasi aspektlari, ingliz tili o'qitish metodikasi, ingliz tili tarixi va grammatikasi kafedralarining 2026-yil 21-aprelda o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida tashqi taqrid berilgan. Tashqi taqrid bayonnomasida Karimova Iroda Baxtiyor qizining doktorlik dissertatsiyasida erishilgan yutuqlar sifatida quyidagilar qayd etilgan. Birinchi, qadimgi davrlardan boshlab zamonaviy tilshunoslikkacha bo'lgan nazariy qarashlar tahlil qilingan. Xususan, Aristotel falsafasidan boshlab son va miqdor tushunchalarining shakllanishi, ularning ontologik va gnosiologik talqini izchil yoritilgan. Muallif qadimgi Yunon mutafakkirlarining son haqidagi qarashlarini zamonaviy lingvistik nazariyalar bilan qiyoslab, ularning evolyutsiyasini ko'rsatib bera olishi ta'kidlangan. Ikkinchi, muallif ingliz va o'zbek tillarida raqamlarni faqat grammatik yoki leksik birlik sifatida emas, balki struktur, semantik, funksional va pragmatik jihatlarini bir butun holda o'rganib, masalaga keng qamrovli ilmiy yondashuvni ta'minlagan. Uchinchi, tadqiqotda ingliz va o'zbek tillari materiallari qiyosiy asosda tahlil qilinib, ikki til tizimidagi o'xshash va farqli jihatlar aniq misollar orqali ko'rsatib berilgan. Bu esa dissertatsiyaning ilmiy yangiligini oshiradi. Raqamlarning maqollar, topshmoqlar, iboralar va badiiy matnlarda qo'llanishini orqali muallif ularning pragmatik imkoniyatlarini ham muvaffaqiyatli ochib bergan. Dissertatsiyada raqamlar fenomeni kompleks va integrativ yondashuv asosida o'rganilgan. Muallif struktur, semantik, funksional va pragmatik jihatlarni birlashtirib, yagona ilmiy konsepsiya yaratishga muvaffaq bo'lganligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga dissertatsiyada ayrim kamchiliklar ham kuzatiladi. Birinchi, terminologik aniqlik ba'zi o'rinlarda yetarli darajada ta'minlanmagan. Raqam, son va miqdor tushunchalari ayrim joylarda bir-biriga yaqin ma'noda ishlatilgan bo'lib, ularning aniq chegaralari har doim ham izchil ajratilmagan. Ikkinchi, empirik materiallar bazasi haqida ma'lumot yetarli emas. Tadqiqotda foydalanilgan matnlar, korpuslar yoki manbalar hajmi va tanlash mezonlari batafsil ko'rsatilmagan. Uchinchi, statistik tahlillar elementlari kam qo'llanilgan. Raqamlarning qo'llanish tafsiloti yoki ularning matndagi ulushi kabi masalalar statistik jihatdan boyitilishi mumkin edi. To'rtinchi, xulosa qismi yanada umumlashtirilgan bo'lishi mumkin edi. Har bir bob bo'yicha olingan natijalar umumiy ilmiy xulosaga yanada tizimli tarzda birlashtirilsa, ishning yakuniy qismi kuchliroq bo'lardi. Qayd etilgan juz'iy kamchiliklar ishning amaliy ahamiyati va ilmiy saviyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Avtoreferat dissertatsiya mazmuniga to'la mos keladi. Dissertatsiya mazmunan yaxlit va tugallangan tadqiqot ishi hisoblanadi. Umuman yetakchi tashkilot taqrizida Karimova Iroda Baxtiyor qizining ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi 10.0006
siyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablari darajasida bajarilganligi, avtoreferat va e'lon qilingan maqolalar dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida aks ettirishi va uning muallifi 10.0006 siyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga munosib ekanligi ta'kidlanib himoya tavsiya etilgan. Yetakchi tashkilot tashqi tahrirdan tashqari Karimova Iroda Baxtiyor qizining dissertatsiya avtoreferatiga quyidagi ilmiy va oliy ta'lim muassasalari mutaxassislaridan jami 12 ta taklif olingan. Ulardan 3 tasi xorijiy va 9 tasi respublikamizdagi mutaxassislar tomonidan ijobiy takliflar berilgan. Jumladan Çanakkale 18 Mart Universiteti Xorijiy tillar ta'limi kafedrasi mudiri dotsent Dinchay Koksal imzosi bilan Bogdan Xmelnitskiy nomidagi Cherkassi Milliy universiteti zamonaviy ingliz tilini o'qitish amaliyoti kafedrasi mudiri dotsent Nataliya Slavka imzosi bilan Muxtor Aviz nomidagi Janubiy O'zbek Qozog'iston universiteti Rus tili va adabiyot kafedrasi dotsenti Shakinova imzosi bilan Buxoro davlat pedagogika instituti xorijiy tillarni metodikasi kafedrasi mudiri professor Achilova Risolat A'zamovna imzosi bilan Namangan davlat universiteti dotsenti Kuliyeva Dilshoda Alijon qizi imzosi bilan O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakulteti professori Teshaboyeva imzosi bilan Navoiy davlat universiteti ingliz tili amaliy fanlar kafedrasi dotsenti Hasanova Yulduz Muxtorovna imzosi bilan Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti Zohid Jumaniyozov imzosi bilan O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya instituti professori Ra'no Ergasheva imzosi bilan takliflar berilgan. Mazkur takliflarning ayrimlarida tadqiqotning yutuqlari bilan birga ba'zi taklif va juz'iy kamchiliklar ham ko'rsatib o'tiladi. Jumladan Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti Jumaniyozov imzosi bilan berilgan taklifda ayrim joylarda tilish belgilarining noto'g'ri qo'llanishi, jumlalarning grammatik jihatdan murakkab yoki noaniq tuzilishi kuzatiladi. Ba'zi o'rinlarda texnik xatolar, ya'ni yozuvning bir xil uslubda berilmaganligi, ortiqcha takrorlar mavjudligi ham seziladi. Ushbu kamchiliklar mazmuniy jihatdan jiddiy ta'sir ko'rsatmasa-da, ishning rasmiy sifatini pasaytiradi. Shuningdek, Samarqand davlat chet tili instituti dotsenti Karimova imzosi bilan berilgan taklifda esa ba'zi o'rinlarda tahririy noaniqliklar uchrashi, ayrim natijalarni jadal yoki grafik ko'rinishda berish ishning vizual qabul qilinishini yanada yaxshilagan bo'lardi hamda muhokama qismi ayrim joylarda yanada batafsilroq yoritilishi mumkin edi, deyilsa Namangan davlat universiteti amaliy xorijiy tillar kafedrasi mudiri Kuliyeva Dilshoda Alijon qizi imzosi bilan berilgan taklifda esa ba'zi jumlalar uslubiy jihatdan g'aliz ifodalangan, ayrim ilmiy fikrlar yanada soddaroq va ravon ifodalanishi mumkin edi. Ba'zi o'rinlarda esa terminologik izchillik yetarli darajada saqlanmaganligi qayd etiladi. Umuman qayd etilgan takliflarning barchasida Iroda Karimovaning tadqiqoti ijobiy baholanib, doktorlik dissertatsiyalar oldiga qo'yiladigan barcha talablarga javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya avtoreferatining Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'la mosligi, uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Biror taklifni o'qish ehtiyoji yo'qmi? Savollaringiz yo'qmi? Endi yetakchi tashkilot va mutaxassislarning takliflariga munosabat bildirish uchun so'z sizdan. Marhamat. Samarqand davlat chet tillar instituti rahbariyati yangi til nazariyat kafedrasi hamda pedagogika fanlari
falsafa doktori Absalom, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori qimmatli vaqtlarni ayamay ishimizni sinchiklab ko'rib chiqqanliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yetakchi tashkilot va tashkilotchilar tomonidan dissertatsiyaga bildirilgan e'tiroz va tavsiyalar diqqat bilan o'rganildi. Ularning aksariyati ishning ilmiy sifatini yanada oshirishga xizmat qiluvchi asosli mulohazalar ekanligini ta'kidlashimiz joiz. Ularga munosabatimiz ko'ngildagcha. Muhokama a'zolari tomonidan bildirilgan mazkur e'tiroz to'liq inobatga olindi. Dissertatsiyaning tegishli bob va paragraflarida ilgari surilgan nazariy qarashlarni yanada mustahkamlash maqsadida qo'shimcha daliliy materiallar kiritildi. Xususan tahliliy fikrlar kengaytirilib, ularni asoslovchi fikrlar soni sezilarli darajada oshirildi hamda turli manbalardan olingan amaliy materiallar bilan qo'llanildi. Natijada tadqiqotda ilgari surilgan g'oyalar va mulohazalar to'xtadi. Qachon boyitdik? Shu e'tirozlar qilgandan keyin sen boyitding. Yo oldin boyitilgan. Sen boya jarayoni, sen to'g'rilansan. Keyingi ishlarda boyitiladi. To'g'rilab Qasim, bir xonaga kiritib, senlarga bunday bo'ladi. Bu javradagi mana tinimsiz masalan himoya bo'lyapti. Qattiq ishga quloq solish kerak-da. Siz aytyapsiz-ku, Aytilyapti. masala nima qilish kerak? O'tgan yil ishlayapti. Bu muqovalandi nuqtani ham o'zgartirmaysiz. Topshirib bo'lgansan. Himoyachi topshirdingmi? O'zgartira olmaysiz. Dissertatsiyani o'zing himoyaga mana qabul qilingandan keyin bu emas. Faqat ilmiy yangiligini vaqt ko'rgandan keyin masalan bitta ikkita so'z o'zgarish mumkin. Shuning uchun hozir ilmiy yangilik vaqt e'lonidagi bilan vaqtga referens bir xil bo'lishi kerak. Kelgusida inobatga olamiz qutulasiz, boshqa yo'q. Bizda inobatga olasan, endi sen doktorlik qilasan, nasib bo'lsa, Monografiya qilasiz. monografiya qilasan, Inobat qilasiz. Yetakchi tashkilotlarga va berilgan takliflarga kelgusidagi ishlarimizga inobatga olamiz. Bor ekansan-ku. Bo'ldimi? Javob bo'ldingmi? Bo'ldi. Xo'p. Endi Muhokama. dissertatsiyaning muhokamasiga o'tamiz. So'l dissertatsiya bo'yicha rasmiy opponent filologiya fanlari doktori professor Baxtidinova Bashorat Madiyevna ekan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, onlaynda qatnashayotgan ustozlar. Hozir mana kechqurun paytida bu tilshunoslarni o'rganmagan narsasi qolmadi o'zi. Raqam ham qolmadi, boshqa ham qolmadi dedilar. Endi bu tilshunoslik shunday sohada har bitta davr talabiga moslasha oladida, shu davr talabiga qarab muammolarni ham qo'yaveradi. Raqamlar hozirgacha tilshunoslikda so'z turkumi sifatida o'rganilgan, maydon sifatida o'rganilgan, boshqa tillar bilan qiyoslangan, lekin bugungi kunda aynan raqamlarni endi din va madaniy aspektda, pragmatik aspektda bajaradigan ishlar mana kundan kunga kun tartibiga chiqib boryapti. Bugun himoya qilinayotgan dissertatsiya ham aynan mana shu ingliz va o'zbek tillarida miqdorni bildiradigan son so'z turkumini emas shunchaki, balki mana shu raqamni bildiradigan, o'sha raqam anglatadigan birliklarni ramz sifatida, lingva madaniy kod sifatida, pragmatik nuqtai nazardan turli vaziyatlarda qo'llanishiga asosiy e'tiborni qaratgan. Hop, dissertatsiyani agar ruxsat bersanglar, vaqtdan yutish uchun qisqagina taqrizni o'qib bermoqchiman. Bu yerda 9 betli taqriz yozganman. Xulosani o'qib bering. Qisqartirib o'qib beraman. Xulosani o'qib bering. Hop, dissertatsiyaning birinchi bobi tilshunoslikda raqamlar tadqiqining nazariy asoslari deb nomlangan. Unda tilshunoslikda miqdor tushunchasi, raqamlarning o'rganilish tarixi, raqamlarda ifodalangan milliy madaniy xususiyatlar tahliliga diqqat qaratilgan. Hozirga qadar miqdor haqidagi tushunchaning o'sha qadimdan tilshunoslar diqqatini tortib kelgani, falsafiy maktablarning raqam kategoriyasiga oid turli nazariyalari, shuningdek jahon tilshunosligida maydon nuqtai nazardan raqamlarni o'rganilishi va boshqa ishlar birin-ketin izchillikda tahlil qilingan.
Raqamlar tadqiqining tarixiy manbalari deb nomlangan ikkinchi faslda raqamlardan foydalanish g'oyasining ildizlari, qadimgi shumerlar, misrliklar va xitoyliklarning sanoq tizimlarini ishlab chiqqanlari va bu keyingi matematik rivojlanish uchun asos bo'lgani, rivojlanish jarayonida sanoq sonlari asta-sekin o'z turkumlarining mustaqil qismi, sonsiz turkumining ajralib chiqishi, dastlabki raqamlarni nafaqat hisoblash vositasi, balki zamon, makon, tartib kabi tushunchalarni aks ettirgani, raqamshunoslik fanining paydo bo'lishi va bunda vatandoshimiz Muhammad Xorazmiyning xizmatlari alohida e'tirof etilgan. Raqam va son tushunchalar farqlangan, ya'ni son real predmetlar bilan bog'liq bo'lmagan maxsus tushunchalarni ifodalaydi va leksikaning eng mavhum qismi hisoblanishi, raqam esa munosabat ekani, sonlar paradigmatik darajada birliklarning ma'lum bir miqdor yoki ketma-ketligini ko'rsatadigan maxsus so'zlar guruhini tashkil qilishi yoritilgan. Xo'p, raqamlarning milliy madaniy xususiyatlarining ilm va madaniyat talqini deb nomlangan 3-faslda ingliz va o'zbek tillaridagi raqamlarning umumfilologik mohiyati, tarixiy manbalari, milliy madaniy xususiyatlari, raqamlarning simvolizmga qo'shimcha g'oya kuchlarini ifoda etishdek muhim rol o'ynashiga alohida to'xtalingan. Xususan, qadimgi Yunon falsafasida o'sha bir raqam bilan bog'liq, ikki raqam bilan bog'liq juftlik, uch raqam bilan uyg'unlik va yaqinlikni ramziylashtirish va shuningdek ayni paytda g'arb madaniyatida 7, sharq madaniyatida esa 8 raqamining farovonlik va omad ramzi sifatida qabul qilinishi, ba'zi madaniyatlarda 13 raqamining muvaffaqiyatsizlik bilan bog'lanishi, shuningdek raqamlarning diniy yoki mifologik tushunchalar bilan ham bog'liq bo'lishi, xususan nasroniylikda 3, yahudiylikda esa 7 raqam bilan bog'liq qarashlar asosida asoslangan. Tadqiqotning ikkinchi bobi ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik hamda funksional xususiyatlari tahliliga bag'ishlangan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlar ma'nosini ifodalovchi so'zlarning struktur, semantik xususiyatlari tahlil qilingan birinchi faslda miqdor kategoriyasining ichki mazmunini aniqlash, lingvistik materialni tanlash va tavsiflash, tilshunoslikda miqdorni o'rganishning mantiqiy, matematik, struktur, grammatik, funksional va kognitiv kabi yo'nalishlar doirasida amalga oshirilganiga diqqat qaratilgan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamli birikmalarning eng keng tarqalgan modeli, son plus ot modeliga e'tibor qaratilib, bunda ot asosan raqamdan keyin joylashtirilishi, mazkur modelning yuqori chastotasi raqamlarning tabiati bilan izohlanishi, kontekstda raqam va ot o'rtasida boshqa so'zlar ham ishlatilishi mumkinligi misollari asosida yoritilgan. Qiyoslanayotgan tillarda sonlarning ma'nosi va grammatik jihatdan tasnifi, grammatik shakllari, yasalishdagi o'xshash va farqli jihatlar chog'ishtirilgan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlar tuzilishining konseptual kognitiv manzarasi tahliliga bag'ishlangan bandda esa raqamlarni shakllantirishning kognitiv mexanizmi, raqam konseptosferasi tarkibiga kiruvchi konseptlarning taxminiy ro'yxati keltirilgan. Ingliz va o'zbek tillarida raqamlar tuzilishining konseptual kognitiv manzarasi turfa tarixiy kontekstlarga va madaniy qadriyatlarga taalluqli o'zgarishlarga duch kelgani 7 raqamiga xos bo'lgan xususiyatlardan kategoriyalashtirish jarayonida ushbu raqamning muqaddas umlashgan ma'nosi vujudga kelishi, ammo ingliz tilida civil raqami o'lim tushunchasiga nisbatan bir necha diniy kontekstlarga uchrashi, bu raqam yo'qotish yoki falokat kabi konnotatsiyalarga ega ekani misollari asosida yoritib berilgan. Ingliz va o'zbek tilida raqamlarning funksional mohiyati tahliliga bag'ishlangan faslda ingliz va o'zbek tillarida sanoq son va tartib sonning o'ziga xos xususiyatlari, raqamlarning valentligi, ularning gapda ishlatilishi va hosil qilishi mumkin bo'lgan tuzilmalar nuqtai nazaridan o'rganilgan. Raqamlarning shakli va grammatik ma'noga ega bo'lishi hamda mustaqil vazifa bajarishi bevosita valentlikning lisoniy kategoriya, til birliklarining grammatik semantik xususiyatlari mujassamlashtiruvchi hodisa sifatidagi talqinlari misolida umuman raqamlar nazariyasi rivoji uchun muhim omil ekanligi oydinlashtirilgan. Dissertatsiyaning 3-bobi ingliz va o'zbek tillarida raqamlar pragmatik xususiyatlarining namoyon bo'lishi deb nomlangan. Ushbu bobda raqamlarning matnni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Birinchi fasl raqamlarning paremiologik matnlarda namoyon bo'lishiga bag'ishlangan. Raqamlar paremiologik matnlar tarkibida tahlilga tortilgan. Badiiy adabiyot tarkibida o'sha raqamlarda uchragan paremiologik birliklar, matnda raqamni o'ziga xos substansiya, borliq mohiyati sifatida idrok etilishi,
raqam tushunchasining yadrosini ushbu konsepsiyaning konseptual talqinda aks ettirishi, assotsiativ badiiy elementlarni shakllantirish natijada raqamli sxemasi badiiy asarlarda raqam konseptining asosiy voqealantiruvchisiga aylanishi, 7 o'lcham 1 kes, 1 boshdan 2 bosh yaxshi, haqiqat tilni qirqyorar maqollari misolida o'sha ingliz va o'zbek tillaridagi tarjimasi misolida yoritilgan. Xo'p, qiyoslanayotgan tillardagi maqollar tuzilish jihatdan to'liq yoki qisman mos kelishi, tarkibiga raqam mavjud bo'lgan ingliz maqollarining o'zbek ekvivalentlariga raqam elementi mavjudligi, raqam tarkibli ingliz maqollarining o'zbek ekvivalentida esa raqam mavjud emasligi boshqa so'zlar bilan ifodalanish misolida ochib berilgan. Shuningdek, raqamlar har ikki tildagi sanama bolalar o'yini janrida juda faol ishtirok etishi, ko'pgina o'sha xalq bolalar o'yinlarida 1, 2, 16, 16 deb kim aytdi yoki 1, 2, 3, 4 married the college door tarkibida raqamlar ishtirok etgan topishmoqlar o'zbek tilida ham ingliz tilida ham uchrashi qiyosiy tahlil qilingan. Xo'p, matn va raqamlarning struktur hamkorligini ko'rsatuvchi me'yorlardan biri ularning har ikkalasiga ham tugallik va yaqinlik xususiyatlarini xosligi bo'lib, raqamlarning strukturaviy yaqinligi uning matnda qo'llanishda namoyon bo'lishi, bunda raqamlarning struktur yaqinligini isbotlovchi me'yor nutqiy tuzilma tarkibida uning mustaqil komponent sifatida qo'llanishida qo'llanila olishi har ikki til materiallari asosida dalillangan. Xo'p, matn hajmining katta yoki kichik bo'lishi yoki uning qaysi uslubga xosligidan qat'iy nazar raqamlarning o'sha matn mavzusi tarkibida uchrashi, ayniqsa o'sha badiiy asarlar, ilmiy publitsistik matnlarni sarlavhalari tarkibidagi raqam mavjud bo'lgan sarlavhalarni qiyosiy ikkita til materiallari misolida qiyoslash asosida ochib berilgan. Xo'p, ingliz va o'zbek xalq ertaklarida raqamlarning ishtiroki deb nomlangan faslda o'sha insonda sanashga ehtiyoj tug'ilgan juda olis qadim o'sha zamonlarda turmushdagi turli hodisalar sirni muayyan raqamlarda bog'lash an'anasi paydo bo'lgan, bir raqamidan tortib cheksizlikni anglatuvchi miqdor tushunchalari ertak matnlarda uchrashi, masalan, deyarli barcha xalq ertaklarini bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda tarzda boshlanishi ingliz va o'zbek tilidagi ertaklar boshlanmalari misolida qiyosiy tahlil qilingan. Ingliz va o'zbek xalq ertaklarida raqamlarning faollashuv darajasi tahlil qilingan va tahlil natijasiga ko'ra 3 raqamining dominantlik qilayotganligi aniqlangan. Ingliz va o'zbek xalq ertaklaridagi raqamlar nafaqat miqdorni nomlashning bevosita ma'nosida, balki qo'shimcha ma'no yetkazish uchun ham qo'llanilishi mumkin ekani, bir raqamining yagona metaforik ma'nosida ishlatilishi orqali badiiy nutq ifodasini yetkazishi misolida tushuntirib berilgan. Raqamlarning frazeologizmlar pragmatik mazmunini shakllantirish imkoniyatlari tahlil ko'rilgan 3-bobning oxirgi faslida raqamlar nutqining mavhum qismi bo'lib, real narsalar bilan bog'liq bo'lmagan maxsus tushunchalarni ifodalashi, o'zbek tilida ham ingliz tilida ham raqamlarning matn tarkibida pragmatik maqsadlarda ishlatilishi qiyosiy jadval asosida yoritilgan. Son mustaqil ravishda ishlatilganda o'ziga xos ko'p ma'nolik ega bo'lmasa-da, frazeologik birlikning bir qismi sifatida raqamlilik qiymatini yo'qotishi va majoziy ma'noga ega bo'lishi ingliz va o'zbek tillarida son komponentli frazeologik birliklarning mavjudligi inson tafakkuridagi moddiy dunyo hodisalarining obyektiv aksi sifatida har ikkala jamoaning til tizimida ma'lum bir qatlamni egallashi tarkibida raqam ishtirok etgan frazeologik birliklarni shakllantirishda ingliz va o'zbek tillarining o'nlik tizimidagi birinchi raqamlar eng samarali vosita bo'lganligi aniqlangan. Xo'p, umuman olganda yuqorida aytilganlar dissertant o'z oldiga qo'ygan vazifani tugal bajargan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Dissertatsiyada sonlar predmetning shunchaki miqdori, grammatik bir so'z turkumi sifatida, ya'ni grammatik xarakteristikasini berish emas, balki milliy madaniy xususiyatlarga ega bo'lgan ramz yoki pragmatik vosita sifatida tahlilga tortilgan va turli genetik asosli tillar ingliz va o'zbek tili materiallari asosida qiyoslab ochib berilgan. Xo'p, dissertatsiyani ijobiy tomonlarini e'tirof etgan holda ishni o'rganish jarayonida uni yanada takomillashtirish uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan ayrim mulohazalar ham tug'ildi. Mana shularni bildirib o'tamiz. Birinchidan, dissertatsiyada raqamlarning belgi sifatidagi semiotik, ramz, madaniy kod sifatidagi din va madaniy jihatlariga ham alohida to'xtalinsa, ramziy semantik jihatda, masalan, diniy tushunchalar bilan bog'liq yoki mifologik tushunchalar bilan bog'liq raqamlar kabi guruhlarga ajratilsa, ishning qimmati yanada oshgan bo'lar edi.
Ikkinchidan, ishning avtoreferatida keltirilgan ayrim tahlillar dissertatsiyada uchramaydi. Masalan, ingliz va o'zbek xalq ertaklarida raqamlarning faollashuviga doir birinchi rasm. Shuningdek, 2010-2024 yillar oralig'ida ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning pragmatik qo'llanishining qiyosiy tahliliga bag'ishlangan 3 rasmlar avtoreferatda bor, lekin dissertatsiyada uchramadi. Bu degani dissertatsiyada bunaqa tahlillar yo'q degani emas. Dissertatsiyada tahlil qilingan, lekin manimcha dissertatsiya kamroq fikrni ifodalamoqchi bo'lganligi uchun avtoreferatda bor jadvallar dissertatsiyada berilmay qolgan. Uchinchisi, aksariyat ishlarda kuzatilgan kabi dissertatsiyada texnik xatoliklar, uslubiy g'alati jumlalar ham uchraydi. Masalan, u mustaqil ravishda ishlatilganda o'ziga xos ko'p ma'nolilikka ega bo'lmasa-da, frazeologik birlikning bir qismi sifatida son raqamlilik, endi bizda raqamlikda, endi raqamlilik qiymatini yo'qotadi va majoziy ma'noga ega bo'ladi. Avtoreferat 21-bet. Xo'p, dissertatsiyada ham ayrim bo'lda bunaqa jumlalarni uchratish mumkin. Sanab o'tilganlar juz'iy, u dissertatsiyaning erishilgan yutuqlari va ahamiyatini pasaytirmaydi. Dissertant ishda amalga oshirish rejalashtirilgan ilmiy vazifalarni tugal bajargan. Tilshunoslikda maxsus tadqiq etilmagan muhim ilmiy muammo o'rganilgan, aloqador ilmiy materiallar chuqur tahlil etilgan. Karimova Iroda Baxtiyor qizining ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur, semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusida 10.00.06 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'istirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga yozilgan dissertatsiyasi va uning avtoreferati qo'yilgan talablar doirasida rasmiylashtirilgan bo'lib, avtoreferat va e'lon qilingan ishlar o'zida dissertatsiya mazmunini ixcham holda aks ettirgan, nashr etilgan ishlarda ham tadqiqotning asosiy xulosalari bayon etilgan. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi qo'yilgan talablarga javob beradi. Ushbu mulohazalarimiz dissertatsiyani ijobiy baholash va ish muallifi Karimova Iroda Baxtiyor qizini filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq degan xulosaga kelishimizga asos bo'la oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Endi so'z dissertantga rasmiy apparat filologiya fanlari doktori professor Bahriddinova Bashorat Madinaning tadqiqotlariga munosabat bildirish uchun. Marhamat. Hurmatli tadqiqotchi filologiya fanlari doktori professor Bahriddinova Bashorat Madinaga qimmatli vaqtlarini ayamay, ishimizni sinchiklab ko'rib chiqqanliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tadqiqotchimiz tomonidan dissertatsiya ichiga bildirilgan e'tiroz va tavsiyalar diqqat bilan o'rganildi. Ularning aksariyati ishimizning ilmiy sifatini yanada oshirishga xizmat qiluvchi asosiy mulohazalar ekanligini ta'kidlashimiz joiz. Kamchiligimizda dissertatsiyada raqamlarni belgi sifatida semiotik rams, madaniy kod sifatida, din va madaniy jihatdan ham ishda alohida to'xtalinsa, ramziy semiotik jihatdan, masalan, diniy tushunchalar, mifologik tushunchalar bilan bog'liq raqamlar kabi ajratilsa, ishning qimmatini yanada oshirgan bo'lar edi degan fikrga keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. Keyingi tadqiqot ishlarimizda shu mulohazalar orqali yaxshilashga harakat qilamiz. Ishning avtoreferatida keltirilgan ayrim tahlillar dissertatsiyada uchramaydi. Masalan, ingliz va o'zbek xalq ertaklarida raqamlarning faollashuviga doir ba'zi rasmlar, ba'zi chizmalar 2010-2024 yillar oralig'ida ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning pragmatik qo'llanish asosiy tahlili 3-2 rasm berilgan dissertatsiyada keltirilmaganligi, asosan dissertatsiyada bular tahlillarsiz berilganligi keyingi tadqiqot ishlarimizda shu mulohazalarga e'tibor qaratib, avtoreferat va dissertatsiyani bir xil holatga yondashishga harakat qilamiz. Aksariyat ishlarda kuzatilgan kabi dissertatsiyada texnik xatolar, uslubiy g'alati jumlalar ham uchraydi. Masalan, mustaqil ravishda ishlatilganda o'zida ko'p ma'nolikka ega bo'lmasa-da, frazeologik birlikning bir qismi sifatida son raqamlilik qiymatini yo'qotadi, majoziy ma'noga ega bo'ladi kabi juz'iy kamchiliklarga keyingi ilmiy ishlarimizda to'g'ri yondashamiz deb ayta olamiz. Rahmat. Endi so'z dissertatsiya bo'yicha ikkinchi rasmiy opponent filologiya fanlari doktor dotsent Panjiyeva Nasiba Narmahmatovnaga. Marhamat. Bordilar. Mana Nasiba Panjiyeva o'qidi. Mana. Assalomu alaykum, hurmatli Qarshi davlat
universitet eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Ha. Assalomu alaykum, hurmatli Xudoga ilmiy darajalar berish kengash a'zolari, termizlik olimlar sira yo'llashyapti. Shu fursatdan foydalanib men deputat Karimova Iroda Baxtiyorqizini va rahbarlari Maysara Jamolovlarni tabriklayman. Shu bosqichga yetib kelganlar yakunlanganlari bilan ruxsatlaringiz bilan Karimova Iroda Baxtiyorqizining 10.0006 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'tirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorlik ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasiga berilgan taqriz bilan tanishtirman. Jahon tilshunosligida hozirgi kunda turli darajadagi lisoniy birliklarning tizimli o'zaro munosabatlari, ularning funksional xususiyatlari hamda semantikani tushunish eng muhim narsalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Qarindosh bo'lmagan tillarning leksik grammatik tizimini qiyosiy jihatdan tahlil qilish, ulardagi yirik kategoriyalarni aniqlash tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa tipologik tadqiqotlarga bo'lgan qiziqishning ortishiga olib kelmoqda. Chunki bunday yondashuv tahlil qilinayotgan hodisaning mohiyatini yanada aniqroq ochib berish, tillar tuzilishidagi o'ziga xosliklarni aniqlash hamda ularning izomorfik va alomorfik jihatlarini belgilash imkonini yaratadi. Shu nuqtai nazardan raqamlar kabi lisoniy birliklarning ingliz va o'zbeklardagi struktur semantik, funksional va pragmatik xususiyatlarini qiyosiy o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, tilning ichki tabiatini chuqurroq anglashda nazariy asos vazifasini bajaradi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi bir tomon ushbu muammoning qiyosiy tilshunoslik doirasida yetarlicha o'rganilmaganligi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan ingliz va o'zbek tillarida raqamlar kundalik hayotdagi o'rni, ularning madaniy, tarixiy va ijtimoiy jihatlari hamda kreativ imkoniyatlari yetarlicha qiyosiy tahlil qilinmaganligi bilan izohlanadi. Raqamlar va ular qo'llaydigan miqdor uzoq tarix davomida turli falsafiy va lingvistik qarashlar markazida bo'lib kelgan. Turli ilmiy maktablar bu kategoriyaga nisbatan o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqqan bo'lib, ba'zan bu qarashlar bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Raqamlarning kommunikativ, diskursiv va pragmatik jihatlarini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Bu esa insonlar o'rtasidagi muloqot jarayonlarida til birliklarining ishlash mexanizmini, lingvokognitiv asoslarini va kommunikativ ta'sir kuchini aniqlash qiladi. Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunosligida til va nutq tizimlarini zamonaviy yo'nalishlar asosida o'rganish, jahon ilm fanidagi ilg'or g'oyalarni ijodiy o'zlashtirish jarayoni shakllandi. Natijada pragmalingvistika va madaniy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali tilni o'qitish va tatbiq etishning yangi tamoyillari rivojlanmoqda. Ta'lim sifati va ilmiy izlanishlar uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Dissertatsiyaning tilshunoslikda raqamlar talqinining nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bo'lda miqdor va u haqidagi tushuncha ko'p asrlar davomida tilshunoslikning turli yo'nalishlari va fanning boshqa sohalari tadqiqotchilarining e'tiborini tortib kelayotganligini aytilgan. Tilshunoslikda maydon nazariyasi haqiqatan ham funksional semantik kategoriyalar, shu jumladan raqamlar kategoriyasining
tilshunoslikda son kategoriyasi otlarning grammatik xarakteristikasi, balki miqdoriy munosabatda ifodalash usuli sifatida ko'rib chiqilgan. Ba'zi tillarda raqamlar maxsus morfemalar orqali ifodalanishi, boshqalarida esa miqdorni ifodalovchi qo'shimcha so'zlar orqali aks ettirilishi asoslangan. Turli tillarda ko'plik va birlikni ifodalash usullari ham farqlanadi. Miqdor maydonini aniqlashning yana bir sohasi bu otlar va boshqa so'z turkumlarining grammatik kategoriyalari orqali ifodalangan soha ekanligini ta'kidlangan. Ingliz va o'zbeklarda raqamlarning struktur, semantik hamda funksional xususiyatlari deb nomlangan ikkinchi bobida esa miqdor borliqning ajralmas qismi sifatida tilning barcha darajalarida namoyon bo'lishi, miqdor kategoriyasining ichki mazmunini aniqlash, shuningdek lingvistik materialni tanlash va tavsiflash tilshunoslar tomonidan turli usullar bilan amalga oshirilishi ochib berilgan. Tilshunoslik fanida miqdorni o'rganish mantiqiy matematik, struktur grammatik, funksional va kognitiv kabi asosiy yo'nalishlar doirasida amalga oshirilishi, raqam sonni ifodalash uchun kerak bo'lgan belgilar hisoblanishi kabi xususiyatlar tahlilga tortilgan. Tadqiqotning ingliz va o'zbek tillarida raqamlar pragmatik xususiyatlari namoyon bo'lishi deb nomlangan 3-bobida raqamlarning matn shakllanishidagi ahamiyati tahlil qilingan. Tilshunoslikka semiotikadan kirib kelgan va jarayonlarning mohiyatini aks ettiruvchi ramz tushunchalar tizimi, uning amal qilish qoidalari va talqin qilishning muayyan usullari mavjudligi aniqlangan. Raqamlarning ham madaniyat ramzlaridan biri ekanligini inobatga olgan holda uning matn imkoniyatlari bilan tanishib chiqilgan. Mazkur aniqlash asosida tadqiqotchi raqamlarni eng avvalo paremiologik matnlar tarkibida tahlil qilgan. Tadqiqotchi badiiy adabiyotdagi paremiologik birliklar, hisoblangan frazeologik birliklar, aforizmlar, masallar, ertaklar va boshqalar ustida ish olib borgan. Muallif matnda raqamni o'ziga xos substansiya, borliq mohiyati sifatida idrok etib, raqam tushunchasining yadrosini ushbu konsepsiyaning konseptual talqini aks ettiruvchi assotsiativ badiiy elementlari shakllantiruvchi sifatida qaragan. Shuningdek, mazkur bobda tadqiqotchi ingliz va o'zbek tillarida son komponentli frazeologik birliklar turli struktur tipologik tuzilishga ko'ra tahlil qilgan, til hodisalarining antropocentrik yondashuvda ko'ra o'rganishga asoslangan va turli darajadagi lingvistik birliklarning pragmatik va diskursiv jihatlariga e'tibor qaratiladigan zamonaviy tilshunoslikda frazeologik va paremiologik birliklar faoliyatini o'rganish, tushuntirish va tasniflashni talab qiladigan ko'plab masalalar mavjudligini aniqlagan. Dissertatsiyaning ko'plab yutuqlarini e'tirof etish mumkin, lekin ishning yutuqlari bilan birga ayrim mulohaza talab o'rinlari xususida bir fikrlarimizni bayon etishni joiz deb bildik. Birinchisi, dissertatsiyada tilshunos olimlarning fikr va qarashlari keltirilgan, ular asosida tahlillar bayon etilgan bo'lsa-da, tadqiqotchining ularga nisbatan shaxsiy ilmiy yondashuvi yetarli darajada kuchli aks etilmagan. Muallifning mustaqil pozitsiyasini yanada aniqroq ifodalash, tahliliy munosabatni kuchaytirish ishning ilmiy qimmatini oshirgan bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiyada jadvallarni rasmiylashtirishda ayrim xatoliklar va chalkashliklar uchraydi. Ularni yagona mezon asosida qayta ko'rib tartibga solish lozim. Uchinchisi, ba'zi o'rinlarda keltirilgan inglizcha misollarning o'zbekcha tarjimalari berilmagan. Bu holat tahlilning to'liqligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli barcha misollar uchun mos tarjimalarni kiritish tavsiya etiladi.
To'rtinchisi, dissertatsiyada havolalarni rasmiylashtirishda ham ayrim kamchiliklar kuzatiladi. Ularni amaldagi ilmiy talablar asosida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Biroq mazkur kamchiliklar va tavsiyalar dissertatsiyaning umumiy ilmiy qiymatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Xulosa qilib aytish mumkinki, Karimova Iroda Baxtiyor qizining ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur-semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi 10.0006 qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining shu turdagi ishlarga qo'yiladigan talablarga muvofiq keladi va uning muallifi Karimova Iroda Baxtiyor qizi 10.0006 filologiya va falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishi loyiq. Katta rahmat. Rahmat. Nasiba Nurmahmatovna. Endi dissertantga so'z rasmiy opponentning taqrizlariga munosabat bildirish uchun. Marhamat, Iroda Baxtiyor qizi. Hurmatli Termiz davlat universiteti ingliz tili va adabiyoti kafedrasi filologiya fanlari doktori dotsent Panjiyeva Nasiba Nurmahmatovnaga qimmatli vaqtlarini ayirib ishimizni sinchiklab ko'rib chiqqanliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Taqrizchimiz tomonidan dissertatsiya ishiga bildirilgan e'tiroz va tavsiyalar diqqat bilan o'rganildi. Ularning aksariyati ishning ilmiy sifatini yanada oshirishga xizmat qiluvchi asosli mulohazalar ekanligini ta'kidlashimiz joiz. Keltirilgan kamchiliklarga keyingi monografik tadqiqot ishlarimizda albatta inobatga olamiz va xatoliklarni to'g'rilab chiqamiz. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, rasmiy opponentlarning chiqishlarini, dissertant munosabatlarini tingladik. Endi norasmiy kengash a'zolaridan kimlar dissertatsion ishga munosabat bildirmoqchi bo'lsa, marhamat. Filologiya fanlari doktori professor Ilhom Zafarovich G'aniyev. ayrim bir ekspertlarda nihoyatda xursand bo'lyapmiz. Sababki mazmun mohiyatini javoharining yaratgani uchun nazariy ma'lumotga tayyor bo'lgandik. Men to'g'risi 7 raqamining 77 mo'jizasi degan kitob yozganman. Men o'ylavdimki shu 7 raqam mo'jizalarni men topib bo'ldim deb xato o'ylagan edim. Chunki ilmda bir narsaga nuqta qo'yiladigan tushunchani o'zim yodda qo'ydim. Hozir men ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning semantik, struktur, pragmatik sintaks xususiyatlarini o'qib, eshitib, nihoyatda ilmni kengligini va bu biz o'ylagan Pifagor zamonidan boshlab 0dan 9gacha bo'lgan 9 raqamning shuncha ko'p semantik xususiyatlari, uni torayishi, kengayishi, umumlashtirishi va hokazo ma'nolari borligini o'qib juda xursand bo'lib o'tiribmanki, bu fan uchun nihoyatda kerakli narsa. Chunki bizning tilimiz, ayniqsa milliy o'zbek tilimiz ixchamlashtirishga, el islohotga asoslangan va raqamlar bilan bemalol odam o'zini fikrini ixcham ifodalashi mumkin. Bu diskursdan ko'rinadi, muloqotdan ko'rinadi, matndan ko'rinadi. Bu kishini yutuqlaridan bittasi nafaqat ilmiy diskurslar, balki o'sha badiiy matnlarni ham juda yaxshi ta'lim qilgan. Ikki eshik orasini, Hemingwayni, o'sha Chorva dengizini va ingliz adabiyotidan bir adabiyotlarni. Endi bu xalqning donoligi, millatning tafakkuri mana shu raqamlarda o'z ifodasini topgan. 7 o'lcha bir kes. Xo'p, mana 40ga chidadi, 41ga chidamaysanmi? Biz boya aytganimdek 7 mo'jiza, 7 o'sha baraka, o'rmon, juvoz, nima haligi hovuz, baliq, boshqa narsalar juda ko'p narsalar bor-da. Yoki mana dunyoning 7 mo'jizasi. Biz mana Shashmahom deymiz. Shashmahom deymiz. Aslida uni asosida 9 ko'kli yozadi. 1926-yilda Fitrat yozgan o'sha bir asarda aytadiki, Turkiy xalqlar qadimda islomdan oldin 9 ko'klari bor edi. Ko'k degani endi yuqori.
Xudo bilan iltijo bilan bog'liqda. Mana shuni deydi, nimalari so'zlari yetib kelgan bizga deydi tarixdan. Hatto Navoiy ham o'zini Mezon azobida mana shu borligini ta'kidlaydi deydi. Shuning aytmoqchimanki, mana shu Irodaxonning ishi ilm uchun, fan uchun, badiiy adabiyotdan chiziqim uchun nihoyatda foyda. Mana bu yerda Gulbahor savol berdi. Frazeologizmlarni tarjimalari bo'yicha mana siz ham o'z fikringizni aytdingiz. Endi bu kishi olima sifatida qaraganda bu narsalarga badiiy ijod sifatida qaramagan. Shuning uchun kelgusida bularni to'ldirib, aytilgan tahlilchilarning fikrlarini inobatga olib, bu qizdan to'g'risi umidimiz katta. Mana dolzarb, zamonaviy, qiziqarli mavzuni bergan uchun ilmiy rahbari Maysar Jamolovna sizga rahmat aytamiz. Hamma ilmiy rahbarga rahmat aytmaymiz. Sizga alohida rahmat aytamiz. Mana shunday shogirdni tarbiyalagan uchun sizga rahmat. Chunki bu qizdan umidimiz nihoyatda katta. Mana so'zlari ixcham, go'nda, aniq, akademik usulda javob beryapti-da. Shunda mana domla bilan ikkalamiz suhbatlashib, xursand bo'lib o'tiribmiz. Mana chiqargan kitoblari ham nihoyatda odamni xursand qiladi. Men o'zim qo'llab-quvvatlayman. Ilmiy kengash a'zolarini ham ovoz berishga chaqiraman va Qarshi davlat universitetida Gulnaz Samurayevna shunday bir qiyosiy adabiyotshunoslik bo'yicha yaxshi bir umidli shogird olim yetishgani bilan tabriklayman, oq yo'l tilayman. Siyosatshunoslik. Sog'liqni xushroq. Marhamat, biologiya fanlari doktori professor Xo'jamurod Jabbor. Xo'p. Bir bora assalomu alaykum hurmatli rais. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, men beruvchi bitta narsani aniqlab oldimki, mavzuni kim tanlagan degan savolga ilmiy rahbarim dedi. Men Maysar Jamolovga rahmat aytaman. Mavzuni tanlash dissertatsiyani 50% tushunib biz juda ko'p mavzularni o'tkazyapmiz. Hammasini omadini bersin. Shu mavzu bergandan keyin ishlanmaydi. Ilmiy ahamiyati shu bo'lgan, iste'molchisi bo'lgan mavzular beriladi. Bir Ukraina yoqlab kelgan bir do'stim bor aytadi hozir. Bitta alam qiladi Xo'jamurod mandan deydi. Qilgan ishlarim hammasi deydi. Ukrainada qoldi, Ukraina foydalanyapti. O'zbekiston foydalanyapti. Hozir mana bu Karimova Iroda Baxtiyor qizini hozirgi bugungi yangi O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti davrida raqamli iqtisodiyot bilan hozir 22 milliondan odam shug'ullanyapti. Maxsus statistika bo'yicha o'qidim. Bu juda qiziqda bir shogirdga raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq terminlarni birliklashtirish va tartibga solish muammolari degan mavzu berdi. Hozir 4-kursda dars o'taman o'zbek tili terminologiyasidan. Raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq terminlarni bitta guruhga to'playdi va lug'at. Ikkinchisi guruhga soniy tillik bilan bog'liq. Biz jahondagi O'zbekistonda inspektorlarni kech qolmaslik uchun berdik. Ba'zi bir tilshunoslar eshitib qo'ysangiz ta'qidlash bermasin. Men mavzular berdim. Soniy tillik bilan bog'liq terminlar, raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq terminlar. Hatto iqtisodchilar bilan yaqinda gaplashdim. Ekonomika va ekonomiya termini ma'nosini iqtisodiyot bilan iqtisod termin ma'nosini bilmaydi. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori degan gap noto'g'ri gap. Iqtisodiyot bo'lishi kerak. Hozir shular bo'lishi kerak. Va yaqinda Osiyo iqtisodiy konferensiyada raqamli iqtisodiyotga va ba'zi terminlarning semantikasi haqida domla eshitdim, ma'lumotlar qildim va to'qnamga chiqqan. Raqamli iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi va uning ma'nosini tushunish uchun shu maqolani chiqaradilar deb o'ylayman. Aytmoqchi bo'lganim, raqamli iqtisodiyot davrida bugungi kunda ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyani himoya qilish eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. İş original, mavzu original. Bu qizimiz sal shoshib tezsin gapirdi. Men juda diqqat bilan tingladim va mavzudan kelib chiqib, albatta bu qizimiz tezroq diplomlarni oladi deb ishonaman. Chunki ish hech joydan qaytmaydi. Originallik.
Endi lug'at haqida ana yuqori nimalar dedi, nimalar qo'ydi. Mana bunday lug'atlarni chiqarish uchun raqamli iqtisodiyotga oid maqollarni va frazeologizmlarni birma-bir to'plash, uni inglizga tarjimalab berish, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Albatta kitobda ba'zi bir kamchiliklar bor. Men o'zi irodadan uchrasangiz aytaman. Bugun faqat maqtashga kelganman. Buni birinchidan to'plam debsiz. Men sizga to'plam debsiz. Men buni nomini ham qo'ydim. Xohlasangiz yozib oling. Fikrlarimdan kelib chiqib takliflarim bor. Sizni doktorlik dissertatsiya mavzusi quyidagicha bo'lishi kerak. Bu o'ylayman, ishonaman, yozib oling. Raqamli maqollar va frazeologizmlar, lingvopoetik lingvodan xususiyatlar, badiiy maqol, doktorlik dissertatsiya taklif. Ikkinchi, mana shu lug'atingizga taklif qiling. Raqamli, bu raqamli nima deyasiz? Raqam ishtirok etgan degan so'z yaxshi so'z emas. Raqamli iqtisodiyot degan so'zimiz bor, u qoplaydi. Shu sababli raqamli maqollarning o'zini bir xalq ijodi, Shoislom Shomuhammedovning hikmatnoma, nega shunday deymiz degan to'plam, zo'r kitoblar bor. Mana shu kitob obyektiv olib, raqamli maqollarning izohli lug'atini tuzishingizni iltimos qilaman. Raqam kompaniya. Yo'q, raqamli maqollar. Raqamli frazeologizmni so'zladi. Raqamli iqtisodiyot ishlatadi. Raqamli transformatsiya ishlatadi. Bu boshqa raqam. Mana bu Oliy asos komissiyasining himoya e'lonlarida raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq har kuni 3-4 ta e'lon chiqadi. Shuni ichidagi terminlarni olsangiz bitadi. Mana biz yaqinda uchrashgan, omada kim bilmasa bilib qo'ysin, raqamli iqtisodiyot termini qachon taklif qilingan? Ma'lumot aytib qo'yaman. 1995-yilda amerikalik dasturchi Nicholas Negroponte raqamli iqtisodiyot terminini amalga kiritgan. Shundan beri biz foydalanyapmiz. Yaqinda statistikasi ko'rdim, O'zbekistonda 40 millionga yaqin deyapmiz. Buni 22 millioni raqamli iqtisodiyot bilan to'plangan. Hali yarmi 50% musul. Bunda Vazirlar Mahkamasi hozir bu bo'yicha katta ishlar boshladi. Men dissertatsiya va rahbarim chin ko'ngildan tabriklab, ularga omad tilayman va ilmiy kengash a'zolarining bo'shga ovoz berishni so'rab qolaman. Rahmat e'tibor. Rahmat sizga. Bu jamiyatga yana bitarlimi? Mirsanov domla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'z biologiya fanlari doktori Qaybulla Mirsanovga professor. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Uzr, darslarim ko'pligi uchun bugun borib qatnasha olmadim. Lekin dissertatsiyani chiqish jarayonini kuzatdim. Mana yuqorida dissertatsiyaga ajoyib tavsifda Ilhom akam juda chiroyli qilib berdi. O'zi men aytmoqchi bo'lgan gapni yarmini aytib qo'ydi. Menga dissertatsiyada nimasi ma'qul bo'ldi? Bu yerda o'ziga xos iyerarxik tartibda tuzilganligi, misol uchun raqamlarni birinchi jarayonda leksik mazmuni ikki tilda ochib berilgan, chiroyli tarzda qiyoslangan, o'xshash farqli jihatlari ko'rsatilgan. Keyingi o'rinda frazeologizmlarda, paremiologiyalardagi ifodalanishi. Aynan mana shu jihatda inglizlar ongida, yevropaliklar tafakkurida raqamga bo'lgan munosabat ochib berilgan. Xuddi shuningdek, o'zbeklarga xos raqamga bo'lgan munosabat va bu maqollarda, frazeologizmlarda qanday aks etishi aniq misollar bilan tavsiflab ochib berilgan. Keyingi bobda esa aynan pragmatik jihatdan, ya'ni matnda raqamlarni funksional qo'llanishlari ochib berilgan. Mana shu iyerarxik ketma-ket tarzda tuzilganligi ishning mukammal darajada yozilganligidan dalolat beradi.
Men ham yuqoridagi barcha tahlilchilarning fikriga qo'shilaman. Dissertatsiya oliy attestatsiya komissiyasi talablariga har tomonlama ham mazmunan ham shaklan javob beradi degan fikrdaman va ushbu ishni qo'llab-quvvatlayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, ustoz. Xo'p. Haqiqatdan ham raqamlarda ko'p sir bor, sinoat bor. Dunyoning tashkil bo'lishi ham raqamlar asosida. Raqamchilik o'tyapmiz hozir. Umuman falsafasi, dunyo falsafasi raqamlar ustida turadi. 33 yoshida numerologiya juda ham kuchli man. 33 yoshda son qatl qilinishi, Dantening ilohiy komediyasi 33 qismdan iboratligi, 9 raqami bilan bog'liqligi, 3 kara 3 yana 9 bo'lishi, juda ham falsafasi kuchli. Kirib boraversangiz ichida dunyo mutafakkirlari raqamlar dunyo mutafakkirlari umuman falsafada hammasi Qur'onni o'zi ham ma'lum bir raqamlar bilan bog'liq qat'iy qurilishga tizimga ega. Xuddi shunday Tavrot va Injil ham xuddi shunday raqamlar bilan bog'liq bo'lgan qurilishga ega va qurilishdan bironta bir nimani olib o'zgartira olmaysiz. Hatto nuqtani ham belgilini ham shunchalik mukammal. Demak, Tipaning o'zida ham dunyoni o'zini yaratilishi ham, bizning ma'naviy axloqiy dunyoqarashimiz shakllantirilishi ham, insonning hayoti hammasi raqamlarga bo'ysundirilgan va raqamlar asosida ularning hisob kitobi olib boriladi. Bu juda ham qat'iy qonuniyatga aylangan va har bitta raqamning o'zining magiyasi bor, siri, sanoati, sehri, jodusi bor. Qaysi ma'nodaki o'sha kosmik koinot darajasida boshqariladi. Shunga amal qilinadi. Shunaqangi juda bir qiziq hodisalar bilan bog'liq. Bashorat umuman raqamlar sirli, sanoatli, hattoki mana 7 kun hisoblanadi hafta. Va shu hafta kunlarining o'zini ham o'z sir sanoati bor. Mana men kecha bitta narsani o'qib qoldim, payg'ambarimiz bilan bir bo'lgan nimada savol berishgan ekan, tirnoqni qaysi kuni olishgan. Bizda mana shu bilan bog'liq nimalar bor? Irimlar deymiz, qarashing. Payg'ambarimiz payshanba kuni olsang boy bo'lasan, juma kuni olsang sog' bo'lasan. Bitta qitmirroq, yoqmaydiganroq odamlar bo'ladi, yoqimsizroq. Shu chorshanbachi degan ekan, jahllari chiqqan. O'zi hech narsa qilmaydi o'sha chorshanba. Keyin shu jahllari chiqib, o'shanda shu shakkoklik uchunmi boshqa uchun chorshanba kuni olsang pis bo'lasan. Shundan odamlar mana seshanba, chorshanba kunlari deyarli o'sha tirnoq olishdan payshanbaning xosiyati deyishadi. Payshanba jumani xosiyati deydi. Payshanba kuni olsang boy bo'lasan, juma kuni olsang sog' bo'lasan. Sog'likka nima ekan? Qarang, shunchalik hamma narsasi. Yoki mana shu narsalarni o'zi ham shu hafta kunlarini nima qilish yoki kimdir sovchilikka chiqsa chorshanba kuni haftaning demak qaysi kuni bo'ladi? O'shanda 4-chi kuni bo'ladi. Mana shunday juda ham bog'liq sirli tomonlari ko'p maqollarda aks etgan, o'zimizda nimamizda, mentalitetimizda, dunyoqarashimizda aks etgan. Hammasi bu bizning hayot tarzimizga singib ketgan. Shuning uchun bu ish juda ham qiziqarli. Haqiqatdan ham yaxshi ish tayyorlangan. Faqat bitta aytmoqchi bo'lganim, mana bu to'plam maqolalar va iboralar to'plamida anchagina o'sha agar o'zbek tili boy tilda hujjatlarga juda ham boy. Men o'sha kuni ham aytdim bu gapni, tarjimalarni ayniqsa mana shu ko'rsam, o'sha asar yozuvchining o'zi ham ruxsa dodvorad deyman-da, chunki bizda tarjimada asar o'zlari ham chiqib ketadi. Shunaqangi Tolstoy tarjimasida ham, Dostoyevskiy tarjimasida ham ruscha o'qiganingizda go'xda o'sha men olmaysizda. Mazza qilasiz o'zbek tilida tarjimalar shunchalik so'z boyligimiz. Shuning uchun men bu prozologik birikmalar va maqollarning bizda muqobillari bor. Ozgina inchoqlik qilgan boya aytdim-ku, shuni 100 ta ishchi, bitta boshmi nima deydi, bitta nimadir, 100 ishchi deb qo'ydim. 100 bitta barmasa. Mana aytamizda bor-ku deyapman, 100 ishchiga bir boshchi degan o'shanga o'xshaydi. Aytganmish, bunaqa joylar bor ekan, buni albatta qayta ko'rib chiqish kerak, buni topish kerak. To'g'ri, bu bizning hech qaysida mana hozir dunyoda eng trendga aylangan ingliz tilidan ham kerak bo'lsa dil boyligimiz balandroq turishini ko'rsatadi. Bunday nimalar bizning milliy iftixorimiz va faxrimizda ham o'sishiga sabab bo'ladi. Raqamlar bilan bog'liq rus tilida hikmatlar ham ko'p. 4 Ivan, выполнить план. 4 хохла, чтобы было барахло. 4 еврейских разных махинаций. 4 o'zbeka, чтобы было казбека. Qarama maqollar to'plamidan paket. Mana shu. Nega o'sha emas? Nega bir emas?
ishlaydi. Demak, mana Mos. demak yana bitta ilmiy ish o'sha boya hozir aytganingizdek o'sha maqollarda Albatta raqamlar, ish kerak. xalq og'zaki ijodiyotda raqamlarning tutgan o'rni va ahamiyati degan ilmiy ishlarni albatta qilish. Baribir qilingan-da, men ham nima Endi raqamlarga sun'iy intellekt bog'liq ishlarga o'tamiz, birodar. o'tamiz. Albatta biz Sizlargina ham yaxshi. Sangina qiynalasiz. men ishni qo'llab-quvvatlayman va boshqalarni ham ishni yoqlab ovoz berishlariga chaqiraman. Endi kengash ovoz to'xtangda. Kengash a'zolarining bildirgan fikrlariga munosabat bildirish uchun so'z dissertatsiya. Barcha kengash a'zolariga bildirgan fikrlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Keltirilgan kamchiliklarni kelgusi monografik ishlarimizda to'g'rilashga harakat Barcha kengash a'zolari gapirgan yo'q, to'g'ri gapiring. fikr bildirgan kengash a'zolari. Ana shunday to'g'ri. Sen nima xursand bo'ldingda, qara sani nima deydi? Repetitsiya. Bu demak doktorlik dissertatsiya himoyasida o'qimagin deb ishlayapti. Sen katta ishonch bildirding. Repetitsiyadan o'tyapsiz. Katta umid bor domlalar, ustozlar sanda. Endi yaxshiroq ovoz berish uchun hisob komissiyasini tuzib olishimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? Menda taklif bor. Ayting. Marhamat. Rais Gulchehra Imomova a'zolari Ilhomjon Muzaffarovich va Xolida Yo'ldoshev. Yo'ldoshev kelib qoldik. O'zgartiring. Nilufar Yo'ldoshev qo'yamiz. Nilufar Yo'ldoshev. Shu tartibda tashqari chiqdi. Shu tartibda nima deydi, sanoq komissiyasi tuzilsin degan o'rtoqlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi sanoq komissiyasi o'zini ishini boshlashi kerak. Mehmonlar marhamat. Hurmatli kengash a'zolari, tinchlik saqlanglar. Hurmatli kengash a'zolari, endi hisob komissiyasining bayonnomasini o'qib eshitish uchun so'z hisob komissiyasining raisi professor Imomova Gulchehra Muhammadiyeva. Marhamat. Hisob komissiyasi mavzusining bayonnomasi saylangan komissiya tarkibi Imomova, Ilhom G'aniyev professorlar, Nilufar Yo'ldosheva. Karimova Iroda Baxtiyor qizining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibida hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 16 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 3 nafar fan doktori ishtirok etdi. 16 ta bulletin tarqatildi. Tarqatilmay qolmagan bulletinlar yo'q. Qutichada 16 ta bulletin borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Karimova Iroda Baxtiyor qizining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Talabgorlar 16 ta, 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan bulletinlar yo'q. Komissiya a'zolarining imzosi. Rahmat. Xo'p, hisob komissiyasining bayonnomasini tasdiqlash yuzasidan qanday takliflar? Tasdiqlansin degan o'rtoqlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi kengash xulosasi loyihasini tasdiqlash to'g'risida kimda qanday fikrlar bor? Qabul qilinsin. Asos uchun qabul qilinsin degan o'rtoqlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi talabgorning o'z dissertatsiyasi natijalarini amaliyotga tatbiq etish yuzasidan ishlab chiqqan tavsiyalarni muhokamasiga o'tamiz. Kimda qanday taklif bor? Asos uchun qabul qilinsin degan o'rtoqlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSK 03-2025-27-12-11-05 raqamli ilmiy kengash qarorini o'qib eshittiraman. Marhamat. Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Karimova Iroda Baxtiyor qizining 10.0006 siyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligidan ingliz va o'zbek tillarida raqamlarning struktur semantik, funksional va pragmatik xususiyatlari mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi uchun hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra dissertant Karimova Iroda Baxtiyor qiziga
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berilsin. Dissertatsiyani, ilmiy rahbarini va dissertantning yaqinlarini yana bir bor tabriklaymiz. Qarshi davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetini ham dissertantimiz faoliyat yuritayotgan kafedrani ham tabriklaymiz. So'nggi so'zni dissertant Karima Iroda Baxtiyor qizga beraman. Marhamat qizim. Avvalo ushbu kamtarona ishimizni yuzaga keltirishda o'z maslahatlarimni aytmayman. Qo'llab-quvvatlagan o'quvchilarimiz bo'lsin. Filologiya fanlari doktor professor Tanima jamoatchiga minnatdorchiligimni bildiraman. Har bir bosqichda maslahat va nasihatlarni ayamagan ustozimiz filologiya fanlari doktor professor G'aniyev Ilhom Muzaffarovichga ishimizga e'tibor berib o'z fikrlarini bildirgani uchun rasmiy opponentlarimiz filologiya fanlari doktor professor Faxriddinova Bashorat Mahdiyevnaga, filologiya fanlari doktori dotsent Panjiyeva Nasiba Nurmahmatovnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning takliflari va fikrlarini keyingi ishlarimizda albatta e'tiborga olamiz. Muhtaram rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ilmiy kengash raisi filologiya fanlari doktori professor Gulnoza Nazarovaga dissertatsiyamga doir hujjatlarni shakllantirishda hamda himoyagacha bo'lgan barcha bosqichlarda amaliy yordam bergan va bugungi himoyani tashkil qilishda juda katta amaliy yordam ko'rsatgan ilmiy kengash ilmiy kotibi filologiya fanlari doktor professor Nasim Ochirovga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi filologiya fanlari doktor professor G'afurov Baxtiyor Zokirovichga, ilmiy seminar kotibi Mahmudova Nigora ustozimizga, ilmiy seminar taqrizchilarimiz Guliyar va Shahnoza Qahramonovnaga hamda Amirova Zofida Oripovnaga, ilmiy seminar a'zolariga, shuningdek himoyada qatnashgan barcha kengash a'zolariga samimiy tashakkurimni izhor etaman. Shuningdek, universitetimiz rahbariyatiga, barcha ilmiy xodimlariga, amaliy ingliz tili kafedrasi mudiri Nizomova Mohir Baratboyevnaga va amaliy ingliz tili kafedrasining barcha o'qituvchilariga, ishonch bildirganlariga, ustozlarimizga, xullas barcha yaqinimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga barcha oila a'zolariga, doimo duoda bo'lgan ota-onamga, qaynona qaynotam, turmush o'rtog'im va farzandlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Farzandlarga nima endi? Qalab ketgan kelibdi. Shovqin-suruqda bo'lardi. Turgan. Turgani uchun minnatdorchilik bildiryapsanmi? Ular onam urishdimi, nima yig'lab turib o'ylamaylar. Ona xursandchilar jim turganlar uchun ilm ish qilganicha. Xo'p, endi kun tartibidagi navbatdagi masalaga o'tamiz. Nimamizga, kengashimizga ilmiy muhokama uchun Shahrisabz davlat universiteti doktoranti Ahmedova Mahfuza Toshdemirovaning 10.01 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha o'zbek tilining izohli lug'atlarida irrigatsiya va melioratsiya terminlarining xalqini mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasini himoyaga qabul qilish turibdi. Kun tartibimizdagi masala ilmiy rahbar filologiya fanlari doktori professor Mingliyev Baxtiyor Rajabovich, rasmiy opponentlar filologiya fanlari doktori professor Jabborov Xo'jamurod Jabborovich, filologiya fanlari doktori professor G'aybullayeva Nafisa Izzatullayevna, yetakchi tashkilot Termiz davlat universiteti. Qabul qilish yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Qabul qilinsin degan o'rtoqlar huquq tasdiqlashlarini so'rayman. Rahmat. Ikkinchi ilmiy muhokamaga qabul qilish Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Haydarova Jamolqulov Darshirnaning 10.00 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha sport terminlarining semantik xususiyatlari va leksikografik talqini mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasini himoyaga qabul qilish ilmiy rahbar filologiya fanlari doktori dotsent Begimov Odil To'xtamishevich, rasmiy opponentlar filologiya fanlari doktori dotsent Yo'ldosheva Xolida Qo'ziyevna, filologiya fanlari doktori professor Norxo'jayeva Xurshida Sharipovna, yetakchi tashkilot Termiz davlat universiteti. Ilmiy kengashga ushbu ishni qabul qilish yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Qabul qilinsin degan o'rtoqlar huquq tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar bo'ldi. Endi kengashning barcha a'zolariga bugungi faol ishtiroklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Navbatdagi ilmiy kengashimiz navbatdan tashqari 11-kun ekan.